Xush kelibsiz aka. Rahmat. Biza shu boshlanishdan oldin bitta udumimiz bor. Mana shu kitobga. Bu kitob hali ochilmaydi. Nimadir deb yozib ketasiz, kelajak uchun. Men qachondir buni ochib o'qiyman. Nimadir deb yozib ketishingiz kerak. Ya'ni Может, sitata bo'lishi mumkin. Может, qanaqadir aqliy gap deydimi, kelajakka послание deydimi, shunaqa narsa. Любой narsa. Хорошо. Tak, buni hozir yozib berishim kerakmi yo oxir? Hozir. Aka boshlanishdan o'ylantiryapsiz. Nima haqida yozsam ekan? Agar sal keyinroq ham o'qib qo'ysangiz. Yo, просто ko'pda juda ham yozishim kerak bo'lgan narsa, lekin orasidan bitta tanlab, mana shu qisqa gap bilan to'ldirib qo'ymoqchiman. Buni sal keyinroq qoldirsak ham bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, bugungi ko'rsatuvimizda hamma taniydigan Hojiakbar aka, Shayakubov Instagram profili bilan taniqli akamiz bilan gaplashamiz maza qilib. Xo'p, akam, o'zingizni ozgina bitta tanishtirsangiz, o'zingiz haqingizda, qayerdansiz? Barcha ko'rib turganlarga assalomu alaykum. Meni ismim Hojiakbar. Yoshim 25 ta. Videografiya sohasiga kirib kelishim qanaqadir bir tasodif deb bo'lmaydi, chunki meni adam videograf bo'lganlar, dodam kino olganlar. Bu sohada menda 15 yillik tajriba bor. 15 yil deganda 15 yil oldin men syomka qilmaganman. Men tashqi qilardim, kompyuter o'rganganman. Mana shu videografiyaga professional o'tganimga 10 yil bo'ldi. Demak, sizda qiyin bo'lmagan o'sha dodangiz san'atga bizada qiyin-ku, san'atga kirish, ota-onalar qo'ymaydi. Yo'q, menda ota kasb bo'lgan. Bu narsani ancha oqlay boshlaganman. Keyin qolganlarga qaraganda. Zo'r unda. O'zi bu sohaga qiziqish o'sha ota odam bo'lganmi yoki qanaqadir bir nimadir ko'ra olganmisan? Burilish bo'ladi-ku qanaqadir. Men mana shu sohani topdim. Mana shunday ekan degan narsa. Endi kichkinaligimizda uyimizda kamera bo'lardi. O'sha kamerada adam to'ydan qaytganlarida bitta ko'rardim-da, qiziq bo'lardi-da, chunki kamerada syomka qilyapman, o'sha kattakon Panasonic 3000 taligimiz bo'lardi. O'shanda syomka qilib, kasetani bitta tiqsa, olingan videoni ko'rish u paytda vau bo'lgan. To'g'ri, hozirgi paytda telefonlar chiqib ketgan, olgan narsangiz joyida ko'ra olasiz. U payt telefon bo'lmagan. O'sha paytda menda qiziqish uyg'ongan. Uyda qanaqadir meropryatiyalar bo'lishi mumkin, boshqa. Hammasini o'zim olib qilib ko'rayim kelardi-da, qiziqish bo'lgan o'sha narsadan. Keyin maktabda har xil tadbirlar bo'lardi. Adam bu yoqdan to'yda syomkaga chiqardilar. O'shalarni montajlarni qilib berardim. Kompyuterga qiziqishim ortib ketgan. Uyimizda 2007-yil kompyuter bo'lardi. Ana o'shanda men montaj qilardim. Hali u payt Premiere'm yo'q edi. Katta kompyuterlar. Yo'q. O'shanaqa. U payt Premiere Pro bo'lmagan. Pinnacle'da ishlardik. O'sha paytdan beri xullas dinozavrlarni taniyman. Shunaqa. Zo'r aka. O'zi mana misol endi ko'plar sizni Dubayda ishlaydi deb o'ylaydi. Instagramda ko'rsa ham Dubayda eng zo'r videograf. Kim mashhur odam kelsa ham Dubayga borsa sizni taniydi. O'zi qanaqa bo'lgan bu misol mana Dubayga keldingiz, samolyotdan tushdingiz. Mana ощущение qanaqa bo'lgan mana? Misol bu yoqda havosi boshqacha. Qanaqa bo'lgan kirish? Men o'zim kichkinaligimdan mana shu narsani yaxshi ko'rardim, ya'ni baland zdaniylarni, mana shu megapolis deydimi, o'sha narsani kichkinaligimdan xohlardim. 2019-yili menga bitta akam yozganlar, Instagramda u payt tanishmasdik. Yozganlar, mana shunaqa montaj qilib bera olasizmi deb. 2019-yil bo'lsa 7 yil bo'libdi o'sha narsaga. Montaj qilib bera olasizmi degan. Ular meni montajyor sifatida bilar ekanlar-da. Keyin videografligimni keyin bilganlar. Montajga qarasha olasizmi deganlar. Men da, конечно deganman. Keyin bilsam, ular Dubayda ishlar ekanlar. Menda qiziqish ortib ketgan Sinaro Suhrob. Men Dubayga olib borgan odamam o'sha odam bo'ladi. Ularga aytardim, men Dubayga olib boring, Dubayga ishlagim kelyapti deganman. Bo'ldi deganlar. 2020-yil martda ketishimiz kerak bo'lgan, lekin afsuski karantin bo'lib qolgan. Shu bo'yicha qolganman 2020. Keyin 2021-yil dekabrda Dubayga borganmiz. U borisham qanaqa bo'lgan? Ularga aytganman, Dubayga olib boring, meni shu yerda ishlaymiz, montajlarga qarashib boraman deganman-da. Plan bo'yicha 1 oy yashab kelish bo'lgan. Chunki men bu yoqda
yaxshigina ishlardim. To'ydan endi chiqayotgan momentim edi 2021-yil. To'ydan chiqyapman, reklamaga qiziqyapman o'sha momentga akam to'g'ri kelib qolganlar-da. Mani olib ketganlar Dubayga. Juda ham qiziq holat bo'lgan. Eslasam haligacha maza qilaman. Dubay haqida umuman ma'lumotga ega emasman. Angliyskini bilaman, o'qiganman. Lekin dirham nima, ertadan qayerdan ish topaman, boshqa hech narsa yo'q. Nadejda faqatgina shu akam bilan boraman. Menga ochiqcha bir 15 kuncha Dubay borib aylanib kelsam, bir 15 kuncha borib aylanib kelsam bo'ldi edi. Yo'q, qaytib kelib turib O'zbekistonda bosaman degan plan bo'lganda. Точно eslayman, cho'nchagimda $175 bilan borganman Dubayga. Dubayga bordik, joylashganmiz, uxlab turdik. Keyin chiqib akam bilan ovqatlanamiz o'sha Srobaga bilan. Ovqatlanganimizdan keyin shot kelyapti, bir $60 mi kelyapti 2 kishiga. Men hisoblayapman, bitta obedimiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak hali beri bu yerda yashab keta olmayman, bir 4-5 kundan keyin обратный biletni olishim kerak ekan degan xayolda kelgan o'sha momentda. Keyin akam endi Dubayda ular 10 yildan beri yashaydi. O'sha opıtlari ham bor, klientlar bazovi ham bor. Nima ish qiladi? Videograf. Da. Keyin o'sha kuni hamma narsa bilmayman qanaqadir esimda qolib ketgan o'sha momentlar. O'rtoqlarning studiyasiga borganmiz. Men tanishtirganlar rus bola edi. Tanishtirganlarda bu meni ukam Hoji aka anaqa video montajyor deb. O'sha studiyaga borganmiz, meni tanishtirganlar, как montajyor sifatida. Hammasi ko'rgan ishing zo'r ekan degan. Keyin ertadan chiqib boshqa o'rtoqlarning oldiga borganlar. Ular ham Buxorolik. Jamil edi ismlari. Ana o'sha odam restoranga borganmiz. Montaj qilib o'tirgan bo'lganlar. Tanishtirganlar, bu ukam montajyor, mana shunaqa Dubayga o'zim bilan birga olib keldim deb. Cho'nchagimda $175 bor. U ham tugayapti, tugash arafasida. Birinchi kunning o'zida. Keyin o'sha Jamil aka Jamal Films, kimlar bilsa. Bitta montaj qilib o'tiribdilar, rentkar uchun. Cho'lda mashinalar turibdi-da, orqasiga Dubay Burj Khalifa izdanalarini qo'yib berish kerak bo'lgan. Ular avtor bilmas ekanlar. Menga aytganlar, mana shunaqa avtorga orqaga backgroundga qo'yib bera olsin deganlar-da. Ha, qilib bera olaman deganman. Bitta kadr tashlab beraman, mana shuni qilib bering deganlar. Xo'p deganman. Uyga borganman, u payt PC ishlatardim, katta kompyuter. Shuna uyga qaytganman, o'sha kunning o'zida, birinchi kunning o'zi. Hali ana shahar nima Burj Khalifani ko'rmaganman ham. Ya'ni yaqinroq borib, qayergadir chiqmaganman. Shuna ertalab obeddan keyin turganmiz studiyaga, ertadan keyin Jamil akaning oldiga to'g'ri uyga qaytganmiz. Uyga qaytganman-da, 15 minutda o'sha ish qilib qo'yganman. Shunaqa qilganman. Anaqa esim chiqdi. Договор qotgan ish pul beradi deganlar-da. Bilmasam deganman-da. 300 dirham bersam bo'ladimi deganlar. Men dirhamni вообще tushunmayman. Qancha bo'ladi u? 300 dirham $80. Keyin bo'ladi deganman. Men ishim yo'q, pulim yo'q. Nima qilish plani ham yo'q-da. 300 dirham bersam bo'ladimi dedi. Bo'ladi dedim. Shuna uyga qaytganman. 15 minutda shuna trekking qilib jo'nataverganman. Zo'r chiqibdi deganlar. Yana 4 ta mana shunaqa kadr bor. 4 ta kadrni ham qo'shib bering deganlar. Menda shablon tayyor, просто trick motion qo'rsam bo'ldi. Shundan keyin ketgan keyin. Yo'q, shuni qilib berganman. Ertasi kuni keyin bo'ldi. Ish yoqdi, klientga ham yoqdi. Hammasi tushadiki. O'sha momentda 1,5 dirham qo'limda bor. Bu $500 deganda gap. Birinchi kuni bordim, $500. Tushunishingiz uchun $500 o'sha paytdagi meni bir oyda topadigan pulim bo'lgan. O'zi keyin kelajak ko'rgansiz. Demak, bu yerda olib ketsa bo'ladi. O'sha yoqishni boshlagan keyin Dubay. Unda qarorman, yaxshi ekan deganman-da. То есть, kam ish qilib ko'proq pul topish mumkin ekan degan narsa xayolimga kelgan. Uni tagida ham baribir oson narsa qilib bermaganman. Shunaqa qilib keyin aytganman, bo'ldi, bir oy qolamiz deganman. O'sha ikkinchi kundan bo'lib verim bo'lganman-da. Bir oy qolamiz deganman. Bir oy qolamiz degandan keyin 2 kundan keyin bitta fashion syomkaga chiqqanmiz. Ana o'sha fashion syomkada so'rab olgan operatorligim o'shanda bilganlar. Ungacha faqat montajyor deb o'ylaganlar. Mana shunda men Runi nastroyga qilib olay degan, o'zim qilib beraman deganman-da. O'sha paytda Runi RS2 Pro. Tirsiz bitta nastroy qilib qo'yganman-da.
Qabullizmi deganlar. Ha davomat. Chunki men konsertlarda rolingda ishlaganman. Asosiy to'yda chiqsam ham rolingda chiqardim-da. Avvalo bilmaganlar u narsani. Bitta roling nasr qilib, "Nima tez" deganlar-da. Normalniy deyapman-da. Olib ko'ringchi deganlar. Bitta olib berolmam, olib berayotgan kadrim idealniy chiqyapti-da. Syomka qilish bilasizmi deganlar-da. Ha deganman. Tushundingizmi? Keyin syomkaga ham ketgan. Keyin уже ikkinchi operator bo'lib ishlashni boshlaganman ular bilan birga. Eventli syomka qilardi. Har xil endi boshlanishida to o'zimni topmagunimcha ularni klientga bazalari bor edi. Hamma syomka ham chiqmasdilar, asosan kommersiya olardilar. Mana bunaqa event, boshqa narsalarda men chiqardim. No, bitta syomkasi narxi $1000. O'sha 3-4 soat bo'ladigan event syomkasini qilasiz, montajini qilib berasiz, $1000 olasiz. Bu yoqda shunga yarasha xarajat ham bor-da. Da. Xuddi shunaqa. Blogerlar bilan qanday tanishgan? U shaxsiy brenddan kelganmi yoki? Hop, blogerlar bilan Temur Alixanov, Massa tam qo'yganlar. men ko'pchiligiga o'zim chiqqanman. Ha. Dubayda yashayotganimga 4-5 oy bo'lganda, Timur Alixanovga men o'zim yozganman. Dubayga kelib qolgan o'sha momentda. Aytganman, mana shunaqa men bunaqani gapni cho'zib boshqa o'tirmaganman. Primo yozganman Instagramga. Mana shu xo'jalik bor, mana shunaqa Dubayda video ko'rman, sizga bitta kontent olib bermoqchiman. Bo'ldi, davaychi deganlar. Ertasi kuni kelgan Timur, syomka qilamiz. Prям ko'ngilingdek chiqqan, menga ham, Timurga ham yoqqan, birga kollaboratsiya qilganmiz. O'sha meni blogerlar bilan eng birinchi katta kollaboratsiyalardan bittasini deb bilaman. Anavi emasmi? Postingizda ko'rdim, bunaqa qilib o'ynagan mashinada, Ha, Cadillac kamida. o'sha. U birinchi 2022 mi ishlagandik u bilan. Vot, undan oldin ham ishlaganman Toshkentdaligimda, lekin bunaqani ko'zga ko'rinadigan yoki bir kollaboratsiya degan narsa ham yo'q edi o'zi u paytda. Har xil modellar qizlar bilan ishlaganman. Ana o'sha paytda bilmayman qanaqadir maqsadim bo'lmagan undan. Prosta to'ydan zerikkandan ijod qilish bo'ladi-yu. Nimadir olishim kerak deb turib, o'shanaqa narsalar olardim. O'zi men bu to'yda ishlagansiz-ku, endi to'yda o'zi shablon bor-ku, misol boradi, nimadir qiladi. Bu misol qancha vaqt ishlagansiz to'yda o'zi umuman? To'y sferasida. Xo'p, to'y sferasida endi meni otam video ko'rib bo'lganlar, ular faqat to'y olganlar. Men o'shani ichida o'sganman. Keyin ustozim bo'lardilar, Bahrom aka. Ana o'shalarda yurganman, ular bo'lib kattaroq to'ylar olardilar. Keyin уже 2016-17 yildan boshlab o'zim operatorskiga chiqib berish boshlaganman. Ya'ni qolgan studiyalar meni chaqiradi, men operator bo'lib chiqib beryaptim ularga. Shu bilan 2019-yil Gold Vision'ga ishga kirganman. Gold Vision'ga ishga kirganman, u yerda 1 yil ishlaganman. O'sha konsertlar, katta to'ylar syomkasini qilardik. Gold Vision Toshkentda. 2019-yil. O'zi so'raysiz, Toshkentdamisiz yoki? Men o'zim Toshkentda. Toshkentda o'zlari? Toshkentda. Chinozorda. Chinozorskiy. Tamom qilib qoldim. Men o'ylanib qoldim-da aka, mana misol siz o'sha Dubayga borib harakat qilgansiz. Nima deydi? O'zingiz ustida ishlab, o'zingiz harakat qilgansiz zo'r narsa qilishga. Mana bu misol baribir siz otangiz mana misol birga ishlagan ekansiz. To'xta misol Dubayga boraman desangiz, to'xta meni oldimda qol. Menga yordam ber degan mana shunaqa narsalar bo'lmaganmi tipa? Yo'q, men uyimdagilar bilishardi. To есть men kichkinaligimdan aytardim. Mana shu Dubayga borib ketaman. Dubayda yashayman degan. Aynan Dubayga. Aynan Dubay. Bilmayman nimaga, endi balanslarni ko'rsam, faqatgina Dubay tushunardim. Даже Amerikani ham Dubayda katta bo'lgan bo'laman-da o'zi. Shunaqa qanaqadir qalbimga solgan ekan mana shu narsani. Kim bilan boraman, nima qilaman degan savollarimga hammasiga yetkazib qo'ydi-da. To есть o'ylamaganman men bunaqa tanish keladi, meni olib ketadi, u yoqda meni tanishtiradi qolganlar bilan. Ular bilan birga klip syomkalar qilganmiz. Fokus pullerchi bo'lib chiqib berganman. Shunda ham kuniga $700-800 bo'lganda, ular bilan 3 kun ishlaganman. Bu birinchi oyi o'zida. Tushundingizmi? Birinchi kunning o'zidan men oyligim, O'zbekiston topadigan oyligim topib qo'yganman. Endi tasavvur qiling, bir haftadan keyin уже men qo'limda bir $3000 pulim bor.
videografiyani orqasidan qiziq. Men u yoqqa borib boshqa ish qilmayapman, treyderlik qilmayapman yoki-da qora ish qilmayapman, yomon ish ham qilmayapman. Klip syomka qilyapman, fashion qilyapman mashinalarning syomkasidan eventlar syomka qilyapman. Mana shuni orqasidan shuncha pul kelyapti. Avtomatik odamda o'sha samotsenka oshishni boshlar ekan. Chunki men hech qachon o'zimga yaxshi brend posolять qila olmaganman. Ammo o'sha ishlayapman. Bir haftadan keyin kiyim do'koniga kiryapman. O'sha oldin ko'zimga qimmat ko'ringan narsalar bo'lib haqiqatga yaqinday tuyulyapti-da. O'sha birinchi eslayman, Lacoste ochka olganman. Bitta qaryapman-da, endi dirhamda bir 1200 lar turibdi, bir $250 mana shunaqa atrofida. Olganman-da, taqqanman. Prosta menga yoqqan. Olaman deganman. Eng qizig'i men oxirgi pulimga olmaganman-da u narsani. O'shandan keyin уже brendlarga qiziqish, samotsenkani ko'tarish degan narsalar kelib chiqqan deb o'ylayman. Demak, baribir bizada ko'plar endi bilmadim qanaqa tushunadi siz o'sha narsaga, o'shanga yarasha pul topdingiz va misol o'sha narsani pazbarda ko'rdingiz, misol 1300 ga o'sha achkani ko'rdingiz, taqdingiz. Demak, bu baribir daromadga ham bog'liq ekan. Shunaqa. Bu 1300 ga achka taqdi, bekorga xarajat ekan degan narsa emas ekanda bu. Shunaqa. Endi agarda siz topayotgan pulingiz o'sha paytda achka $350 da, topayotgan pulingiz oyligingiz $300 bo'lsa, men o'zimga umuman pazbarda qila olmasdim. Qachonki ko'proq pul topishni boshlaganingizdan keyin уже oldin sizga qimmat ko'ringan narsalar o'rtacha ko'ryaptim. Bu demak yaxshi. Misol uchun yaxshi mashina haydash, nima desa bo'ladi. $10,000 bo'lsa, ozgina o'xshashtir, Gentra ola olasiz. $50,000 bo'lsa, уже o'zga bir Gentra emas, yaxshiroq mashina olishni boshlaysiz-da. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Tazorda kaltim shunaqa qo'yib. Tashqarida turibdi, esichi. Endi mana Snariga mashina bilmaysizlar hali. Biladi-ku, menimcha sizni taniydiganlar. Dubaydagini aytyapsizmi? Endi aka mana keldik, Dubayga keldingiz, ko'p pul topdingiz. Endi odamda bunaqa narsa bo'ladi-ku, Pekinga chiqdim degan moment bo'ladi-ku. O'sha vaziyatda sizda qanaqa bo'lgan? Mana misol pul topyapsiz, zo'r, hammasi zo'r. O'sha Pekinga chiqdim degan narsa bor bo'ladi-ku hamma. Qanaqa bo'lgan sizda? Buni yengib o'tgansiz yoki o'zi bo'lganmi bunaqa narsa bo'ldi sizda? Men Pekin degan narsani hech yetmagan ekanman. Keroz haligacha ham yetolmayman. Lekin analiz qiladigan bo'lsak, 2024-yili men uchun yaxshi yil bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni hozirgi paytdagi Pekin bo'lishi ham mumkin, men bu narsani bilmayman. Lekin bundan yaxshisiga harakat qilaman. Lekin meni Pekin bo'ldi, mana shu bundan u yog'i уже hech kim yo'q degan narsa bo'lmagan. Profilingizni ko'rib chiqdim-da, boshidan ko'rib chiqdim. Eski rasmlardan ko'rib chiqdim. Men o'ylab qoldim. Shunda Instagramda o'zini 2020 oxirgi post 21midi, shunaqamidi? 20dan ko'rdim. Yo'q, adashyapsiz. 18 yo 19. Chunki men 100% eslayman. O'sha modellar bilan ishlayotgan paytimda O'zbekistonda hali hech kim, tushunishingiz uchun 2018-yili hech kim vertikalni video olmagan. Birinchi video nima olganman. U paytda ham Reels degan narsa bo'lmagan, Reels funksiyasi ham bo'lmagan. Hamma videograflar gorizontalni olardi. O'sha paytda men qattan bir amerikanskiy video ko'rganman-da. Bunaqasi olmayapti-da, chiroyli chiqyapti-da. Kadr to'lib Instagramga prям mos turibdi-da. Qaraganman, shunaqa qilsa bo'lar ekan deganman. Syomka paytida fotograf bilan ishlayapman. Fotograf bilan ishlayotgan momentimda fotograf nima olyapti, nima qilyapti. Bundoq ko'rib olganman-da o'sha narsani. Bundoq aylantirganman kamerani. Hali hech kim unaqa qilib ko'rmagan. Bundoq aylantirdim-da, zapis bosyapman. Olman. Hamma hayron-da oldimda. Chunki hech qaysi videograf hozirgi paytda уже normal holat. Bundoq olish. O'sha paytda men kamerani bittamda aylantirib shunday bosganman. Buni qaraganda, nima ovoz? Teskari o'sha oldingiz degan. Yomon, Instagramga mana shunaqa ko'rmoqchiman deganman. Yiqib ko'rganman. Qiziq. Shunda Reels formatda уже men bu trek videolar bor-ku, mashinada trek videolar mashhur bo'lib ketdi-yu. Sizni profilingizni adashmasam 22dan 23ni ham ko'rdim-da. 22ni boshida olgan ekanman. Bu payt hali speedrun, endi hozir
24-yil juda ham mashhur bo'ldi. Haligacha mashhur. Lekin o'sha 2022-yil qilganman и boshqa qilmayman deganman. Unchalik qiziqish bo'lmagan. Qiziqish emas, u narsani-chi, nima desa bo'ladi? Kadringiz почти gapirmaydi u joyda. U joyda faqat montaj gapiradi. Men u narsani nima deb bilaman? Mana shu mashinani videolarni hozirgi paytda qilishyapti, ya'ni tez bir nimalar. U montajyorlarni qo'lidan nima kela olishini ko'rsatadigan narsa deb bilaman. Lekin u yoqda art degan narsa yo'q, ya'ni san'at darajasini siz ko'ra olmaysiz. Menga nima yoqadi? Bo'lgan gorizontal formatda kinoshni bo'ladi-yu. Deylik, zakat paytlarida suvni oldida mashina tursa, o'sha narsalar menga ko'proq yoqadi hozirgi momentda. O'sha paytda o'sha narsa yoqqan. O'zi kinoga qiziqishingiz qanaqa? Kino syomkasigami? Da, syomka. Xo'p, kino syomkasiga qiziqishim yo'q demayman. Harakat qilaman hozirgi paytdagi kontentlarimni ham bo'lib kinoshni format olib chiqishga, lekin prям kino darajasida yo'q. Qiziqish yo'q emas, qiziqish bor, lekin o'zi katta kino kompaniyalarining operatorlarini ko'rganmisiz? Men juda ham ko'p ahamiyat berganman, imенно mana shu Marvel, keyin Warner Brothers kino operatorlari yosh katta odamlar bo'ladi-da, tushunishingiz uchun. Ular hayotini prям bag'ishlab yuborgan mana shu anaqa uchun, bilasizmi? Kino syomkasi uchun. Ularga ma'lumotdagi dunyoni ishlari boshqa hech narsa qilmas. Ular hayotini prям tikib yuborgan. Mana shu anaqa uchun. Ko'p vaqt ketadi-da. Da. Qilishni xohlayman, lekin meni orzularim, mana shu planlarim sal boshqacharoq. Ya'ni men bunaqa qari bo'lib hayotimni tikib yuborgim kelmaydi bu narsaga. Men qanaqa xohlayman? Men bo'lay, krutoy videograf, yaxshi yashaydigan, xohlagan paytda xohlagancha sayohat qila oladigan, xohlagan davlatida ishlab keta oladigan o'zini stili bor operator bo'lishni xohlayman. Ya'ni operator emas, videograf desak bo'ladi hozirgi momentda. Chunki oldin videograf desa faqatgina o'sha syomka qiladigan odam bo'lgan, montajyor bo'lgan. Kolorist umuman boshqa odam bo'lgan, u umuman boshqa odam bo'lgan. Hozirgi paytda bu hammasi birlashgan varianti, videograf. Mana hozir aytyapsiz-ku, endi bilmadim sizda qanaqa bo'lgan. Bizda o'zimizda men ko'proq SMMda ishlaganman. Iloji boricha men bu nima deydi, zo'r narsa qilishga harakat qilasiz, lekin yo sal budjetniroq narsa qilaylik, yo oddiyroq narsa qilaylik. Mana shunaqa holatlar sizda bo'lmaganmi? Endi Dubayda bilmadim. Dubayda menimcha puldan bunaqa narsalar ham yo'q. Dubayda ham bo'ladi bu narsa. Ya'ni nima, budjet siqishmi? Klient tomonidan. Ijodiy tarafdan siz yondashingiz kerak, zo'r narsa qilishingiz kerak. Ular yo'q, oddiyroq narsa qilaveraylik. Bu ham bo'laveradi degan narsa bo'ladi. Mana shunaqa holatda qanday o'qigansiz, yo'l qilgansiz, может? Yaqinda ham xuddi shunga o'xshash holat bo'ldi. Bitta syomka qilmoqchiman. То есть zakaz kelyapti. Ular bilan переговорda xuddi mana shunaqa o'tirib gaplashyapmiz. U syomka futbol syomkasi. Bizga просто mana shu ligamiz ochilayotganda, chiroyli olib bering deyishdi. Xo'p, nima? Budjet qanaqa? $200 otdilar. Kim aytdim? Mana endi hammani o'zi baribir minimum narxi bo'ladi-da. Minimum price'im dedim, $500 dan boshlanadi. Lekin $500 ga kreativniy narsa kutib olmang dedim. Bor narsani chiroyli qilib olib chiqib beraman dedim. Lekin men sizga undan ham zo'r taklif bera olaman dedim. U taklifim 1,5 mingdan 3 minggacha borishi mumkin dedim. Endi 2-3 xil variant beraman, ozgina kreativniy yondashgan. O'sha odam bilan men $1300 ga dogovor qildim. Qanday u 200 bilan 1300 orasida farq yo'q? Qiymatini ko'rsatib bera oldim deyman unga. То есть aytdim, xohlasangiz davoman, hozirgi paytda shogirdlarim ko'p, yetarli. $200 ga mana bunaqa video qilib ko'rsak bo'ladi. Professional kamerada olinadi. Podacha yaxshi bo'ladi. Unaqa qolganlarning orasida prям ajalib turadigan narsa bo'lmaydi deyman. То есть bu to'g'risini aytaman. Men unga $200 ga video olib berib, mana shu videoyingiz uchib ketadi yoki boshqa demayman. Также $1300 video ham million prosmotr bo'lib ketadi deb garantiya ham bermayman. Balki men yig'masligi ham mumkin. Endi budjetni ko'tarish, chekka ko'tarish narxiga keladigan bo'lsa,
Bilmasam, lekin men просто mana shu ko'proq Dubayga chiqqandan keyin уже ertaga narxlarga o'rganyapman-ku. O'zbekistonga bitta qaytyapman. 2022-yil esimda 20 kun bo'lgan ekanman. Mana 21 ketganman Dubayga. 2022 bir mayladami qaytdim. Qaytganman. 15 kun, 2 hafta bo'lganman O'zbekistonda-da. O'zi plan qanaqa? Все, bo'ldi, qoldim mana shu yerda O'zbekistonda endi yoraman deganman-da. Bitta kelyapman, byudjetim o'sha payt chekim $250 shunaqa edi. Odamlar voy, unaqa bo'lgan 2022. Paytda hech kim unaqa kamerada olib, unaqa narsalarga qiziqish bo'lmagan. Hozirgi paytda rivojlanib ketdi. O'sha paytda avtovitsi bilan ishlardim. O'sha 2022dan berimi? 2021dan beri. Dubayga ketishimdan oldin avtovitsi bilan ishlardim. Boshida videolar umuman ketmasdi. Chunki ularning auditoriyalari telefonda olib o'rganganda, qanaqa avtoblogerlarni oladi. Biz mana bunaqa ish qilib berdik, nimadir. Mana shunaqa narsaga odamlar o'rgangandi. Keyin men ularga aytganman, bo'ldi. Faqat professional kamerada olamiz. Podachani shunga yarasha qilamiz. Boshida 100 mingta, 200 mingta o'sha paytda katta bo'lganda prosmotr. Bir 80 ming, 100 ming prosmotr bo'lardi-da, bitta kamerada olsak 15 mingta prosmotr bo'lib qolardi. Bu juda ham kam edi. Sal настроение bo'lmasdan telefonda olib bera qoling, telefon yaxshi ketyapti deganlar-da. 1-2 olib berganman-da, keyin aytganman, aka, kamerada olamiz, odamlar mana shu narsaga o'rgatamiz deganman. 2022-yil уже avtoblogerlar ichida avtovitsim birinchi bo'lib kamerada syomka qilganlardan boshlab berganmiz. Undan oldin hech kim kamerada olmagan. Mana hozirgi momentda Liboy SMM komandada bor videograf bor. Oldin mobilov bo'lgan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Klientingizga agarda siz foyda keltirib bera olsangiz, biznesiga bo'lish mumkin, shaxsiy brendiga bo'lish mumkin, siz bilan ishlash komfortli bo'ladigan bo'lsa, например, nima tilagan bilan o'sha avtovitsim bilan anaqa deng, anaqa qiling, ularga qanaqadir qulay qilib berardim-da. Syomka chiqqanda ular ko'p o'ylamasdilar men bilan chiqsalar. O'shaning uchun ular bilan ancha uzoq vaqt davomida ishlaganmiz. Ya'ni ular prosta keladilar, men aytardim, "Mana bunaqa deb bersangiz, boshiga qo'yaman, o'rtasiga azin kadr aralashtiraman, keyin mana bu joyda bitta mana buni gapirib bering, agar qiynalsangiz, o'qib bersangiz, men azuchkada mana shu narsani to'g'rilab ketaman" derdim. Demak, mana shu menimcha muhimcha, chunki Shunaqa. ko'p videograflar boradi-da, SMMchi bilan boradi ko'proq. Nima olamiz deb turishadi. Ha, nima olamiz yoki bo'ldi, men to'g'rilab beringlar, men kadr qo'yaman, olamiz. Mana shu narsa. Mana shu narsa muhim lekin. Yo'q, Zo'r unaqa narsa narsani yo'q. aytdingiz. Misol uchun qaysidir klientingiz siz chaqirayotganda nimaga siz chaqirish kerak? Men mana shu savolni o'zimga beraman-da. Nimaga odam imini meni chaqirish kerak? Nechtadir videografning orasida nimaga meni chaqiryapti? Даже qimmat bo'lsa ham. Rostdan. Chunki men bilan ishlash komfortli. Garantiya bor. Ya'ni videoni sifati bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha ham, hech qaysi klientim o'ylamaydi-da, ovoz yozdingizmi, kamerada fokus bormi degan narsa savol umuman bermaydi. O'zi shunaqa bo'lishi ham kerak, o'zi. Hamma videograf o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni klient hech qanaqa texnik tomonlama xavotir olishi kerak emas. U prosta kelib berish kerak, videosiga o'tish berish kerak. Agarda qaysi joyda xunuk gapirib qo'yadigan bo'lsa, boshqa men o'sha narsalarga juda ham qattiq qarayman-da. Ya'ni ovozni eshitaman-da, mana bu joyda mana bu tonda gapiryapsiz. Chunki bo'lib olinadi bizda videoda. Qayerdadir temp ko'tarilib ketadi, temp past bo'ladi. Mana bunaqa borsa, temp tushiring deyman. Mana shu narsalarni kontrol qilish, уже videoni oldindan ko'ra bilish degan narsa bor. Mana shu narsa bo'lishi ham kerak har bitta videografda. Bu shunaqa. Bu уже опыт. Juda muhimcha. Ko'plar mana shunga e'tibor bermaydi lekin. Men o'zimda ham hozir eshitib, o'sha men e'tibor bermaydigan taraflarni ko'ra oldim-da hozir. Texnik часть hech syomkada fleshka yoki batareyka qolib ketganmi? Syomkaga bormoqchi bo'lsangiz. Endi batareyka o'zi zaryadga qo'yishingiz mumkin. Bo'lganmi shunaqa vaziyatingiz? Yo'q. Umuman prям. Lekin birinchi odamman siz bu savol berayotgan. Menda rostdan unaqa narsa bo'lmagan. Rostdan. Da. Bir marta bo'lgan.
Dubayda cho'lga borganman. Aha. Fleshkam anaqamda MacBookda qolib ketgan, MacBook uyda. Tiqib qo'yganman. Cho'lga borganman. O'sha yerda klient bilan ko'rishishim kerak. Mashinani syomkasini qilishimiz kerak edi, yo klipmida. Ana o'shanda fleshkam qolib ketgan. Aha. Bitta ochaman, fleshka yo telefon qolmam, ukamga mana shunaqa MacBookda qolib ketibsan, ha qolib ketibdi degan. Keyin yo'q, anaqada zapas olib qo'ygandim. Mashinaga qo'yib qo'ydim, bardachga solib qo'ydim. Ha. Yangi fleshka turadi. Shuni olib o'shani ishlatganman. Undan boshqa bo'lmagan lekin. Ya'ni ana klient oldida voy narsam qolib ketibdi, unaqa bo'lib ketibdi, umuman bo'lmagan. Sizda bo'lganmi deyman-a? Bo'lgan, ko'p bo'lgan. Endi menimcha menda nimaga ko'p bo'lgan? SMMda bilsangiz, aytdim ko'proq SMMda ishlaganman deyman. O'zi baribir oylik misol kamroq bo'ladi. Mas'uliyatni unaqa qattiq Da. qabul qilmagansiz. O'shanaqada, o'shanga menimcha shunaqa bo'lgan. Baribir oxirida o'zingiz band deysiz-da. Shunaqa. Ha bo'lganda ham. Ya endi menda mas'uliyat bo'lishining sababi nima desa bo'ladi? Men hech kim qo'lda ishlamayman. Da. Hech kim qo'lda ishlamayman. Har bitta qilayotgan ishim keyingi ishimga ta'sir borligini men juda ham yaxshi bilaman. Ya'ni bitta dona arzimagan narsa bilan hurmat yo'qotib qo'yish ham mumkin. Statusga juda ham katta ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu narsalarga qattiq mas'uliyat bilan yondashmasa bo'lmaydi. Endi hamma ham xato qiladi, lekin bilmadim, zamon shunaqa, mana bitta xato qilsangiz, og'ir keladi-da. Shunaqa zamon bo'lib qoldi. Endi sal og'irroq savollarga o'taman. Aka, mana misol umuman o'zim misol professiya tanlayotganda odam bitta yo'nalishni tanlaydi, oxirigacha ketadi. Mana misol men rejissyorskiyni tanladim, shunga harakat qilyapman. Sizda qanaqa bu? Конечно, итог. Endi planlar o'zgaradi odamda. Ha. Bu yaxshi, bu yomon demayman. Lekin mana hozir men bunaqa narsa xohlaman deyishim mumkin, lekin 2-3 yildan keyin u xohishlarim o'zgarishi mumkin. Mana hozirgi momentda 2026-yil 27-may Xudo xolisa 10 kundan keyin biz Koreyaga ketamiz. Alixan bilan, hozirgi paytda Alixan bilan ishlayapman. Ya'ni Alixan aba bilan. Bu yil bizada ko'proq travel, ya'ni sayohatimiz ko'p. Boshlanish Koreya, keyin Bali, keyin Yaponiya, Yevropaga chiqishimiz kerak. O'rtada Dubayga borib kontentimiz bor, uni olib kelishimiz kerak. To есть hamma anaqamiz oldindan o'zi tayyor. Kontent planimiz, nima qilamiz, boshqa. Hozirgi momentda men ko'proq o'zimni Instagramga olib chiqish planidaman. Ya'ni oldin 2022-yil, 23-yil undan keyin ham даже mashinalar bilan ko'proq ishlardim. Undan oldin qizlar bilan ishlardim, keyin mashinalar bilan, keyin o'sha kliplar olishni boshladim. Har xil reklamalar, yaqinda Karzinkani reklamasini oldim. Unaqa katta kompaniyalar har doim bo'lib kelgan. Asosan Dubayda. Deylik, meni eng katta o'zimni faxrlanadigan narsalarim Giorgio Armani bilan ishlaganman. O'sha eng katta miraviy brend. Uni rezultatini qo'yganmiz, qo'ymaganmiz Instagramga. Rezultatini menimcha yo'q. Yo'q, qo'ymaganman. Ular qo'yishgan. Giorgio Armani qo'ygan. O'zingizga nima как portfolio uchun qo'ymagansiz yo mumkin bo'lmaganmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki u zakaz primoy o'zimga kelgan desa ham bo'ladi, lekin o'rtada bitta odam bo'lgan. O'sha sir bo'lib qola qolsin, kim olgani, boshqa degan, bo'ldi xo'p deganman. O'shancha qo'ymaganman. Shunda hozir sizda o'sha shaxsiy brendni ko'proq rivojlantirish. Shunaqa. Shaxsiy brendi qanaqa, chiqib olib o'tirib, o'tirish ham mashaqatda. O'tirib olib, nima deydi, videografiyadan bunaqa pul yoki nimadir umuman gapirmoqchi emasman. Chisto o'zimni hayotimni maza qilib yashamoqchisiz. Yo'q, maza qilib yashash boshqa. Maza qilib ishlab O'sha zo'r hayotni chiroyli kartinkada ko'rsatib bermoqchiman. Chunki men ko'chada endi ko'pincha rulda yuraman. Bitta qarayman, zo'r kartinka kelib chiqadi-da. Tushunasizmi? Instagramda ham zo'r joylarni ko'raman. Mana butun dunyoda chiroyli joylar juda ham ko'p. Ana o'sha kartinkalarni ko'raman-da, mana shu bitta narsa yetishmayapti deyman. U ham bo'lsa o'zim. O'sha chiroyli kartinkalarda o'zimni ko'rishni xohlayman. Bu yilgi plan shu.
misol aytaman, Yaponiya, Koreya, Bali bir 5-6 ta shaharlarga chiqishimiz kerak. Dubayda juda ham katta reklamamiz bor bu yili. Mana shu avgust yoki sentyabrda chiqib kelamiz. Demak, bu yil polniy Shunaqa. sayohatda bo'lar ekansiz-da. Men o'ylanib qoldim, mana bizdan ham ko'p ishlaydigan odamlar bor-da, mana shu sohada, videografiyada, tam montaj, syomkada kirib ketgan ishga. Prям o'tirib qolgan. Misol siz sayohat qilib yurasiz. Men o'zim ham ko'p sayohatga chiqmayman. Mana shuni qanaqa tavsiya qilasiz shularga, misol sayohatga chiqishdi, qanaqa? Lekin bir xillar bor. Mana sayohatga chiqib, naborot ko'p pul topgandan keyin sayohatga chiqib o'tirib qoladilar o'sha kayfga. O'zi siz qanaqa tavsiya berasiz mana shularga, mana shu ko'rayotgan odamlarga? Sayohatni Endi umuman. ishlash ham kerak, shunga yarasha dam olish kerak-da odam. Aytasiz-ku, ishlayveradi. Men o'zim ham to'yda ishlayotgan paytimda sezonda 30 kun bo'lsa, bir oyda 20-25 tacha to'yga chiqardim. Tushunishingiz uchun bu ertalab 8:30 da turiladi. Bir oyda. Da. Men o'zim to'yda ishlaganman-ki, bir oyda qani 25 ta to'y? 20-25 ta. Keyinchi Ertalab 8:30 da turasiz. 9 da studiyaga keldingiz. Studiyadan boriladi bitta bo'lib. Shu bilan ketdik. Keyin to'yxona, oxiri 12 dan keyin qaytib kelasiz. Ertalab yana xuddi shu narsa. Lekin buncha ishlab boyib ketganman ham deya olmayman. lekin pul berishganmi? Yaxshi. Hammasiga pul berishgan. Hammasiga kerak bo'lsa, men o'sha paytda uncha operatorlardan ko'proq olganman. Misol o'sha paytda $60 dan olganman. 1200 da bo'ladimi o'shanda? Bitta smenaga-da, Bir kunga o'sha-da. Sezon paytida shunaqa bo'lardi. Lekin hozirgi momentda bir oyda 10 ta ham video olmayman. Lekin undan ancha ko'p pul topaman-da. Yaxshi tomoni sayohat ham qila olaman. Sayohatni tavsiya berasizmi yoki o'tirib qoladimi dedingiz-ku? Bu menimcha odamning o'ziga, ishiga bo'lgan muhabbatiga bog'liq deb o'ylayman. Lekin har bitta videograf baribir hatto 1-2 oyga bo'lsa ham chetda ishlab kelish kerak deb o'ylayman. Ana o'shanda o'zi ham tushunadi, qo'lidan nimalar keladi, komfort zonadan chiqadi. Qaror tanish bilish yo'q, yo'lda ishlamayapti. Например, o'zimdan misol qilib oladigan bo'lsam, Dubayda birinchi yozim unaqa zo'r o'tmagan, lekin zo'r o'tib qo'ygan. Men 3 kun, 4 kun plyajda yashagan paytim bo'lgan. Plyajda uxlaganman men. Prям ish nol. Men unchalik deb o'ylamaganman-da endi. Qish paytida borganman, boshida ish sezon qaynayotgan paytda oyiga bir 6000-7000 yaxshi pul topardim-da. Rasxod ham shunga yarasha. Yozda bo'lsa, rasxod o'shancha, lekin topish yo'q, chunki ish yo'q. Tushundingizmi? O'sha paytda klientlar ham yo'q, turistlar ham kelmayapti. Ana o'shanda zo'r o'tib bo'lgan. 4 kun plyajda yashaganman. Uyim ham yo'q. Prям plyajda. Ha, uyim yo'q meni. Mashinam ham yo'q. Lekin o'sha paytda miyam shunaqangi zo'r ishlagan. Men nima qilganman? O'rtog'imnikida 2 kuncha yashab turaman deganman-da. Bir kundan keyin chiqib ketganman. O'sha bir kun bilasizmi, miyam shunaqangi ochilmagan qirralari ochilgan, chunki zona komfort bo'lsa, baribir ko'p narsani o'ylamay qo'yasiz-da. Siz ko'chada qolyapsiz. Narsalaringizni o'rtog'imga olib tashlaganman. O'rtog'im endi qizi bilan yashaydi. Men bitta ko'chada yuraman, boshqa qilyapman. 3 kuncha mana shunaqa plyajda uxlaganman. Menga ishlaganini qarasangizchi, o'sha paytda real estate kompaniyaga yozganman-da. Real estate bu недвижимость, o'sha uy sotadigan kompaniyalar. Yozganman bittasiga, men senga qarovchi zo'r video olib beraman. U video hali hayotingda ko'rmagansan deganman. Qiziqtirganman, boshqa qilganman. Bo'ldi, ishlab ko'raylik degan. Ertaga ofisga kel degan. Ofisga borganman. O'sha tilni ancha yaxshi tushunmaganman. Boraman, checkpoint qaysi bitta kompaniya edi? Aytganman-da. Lekin ungacha ham portfoliyom ham bo'lgan. To есть, bor turib 0 bo'lmaganman-da baribir. Real estate bo'yicha portfoliyom bo'lgan.
opitim bo'lgan, men mana bunaqa ishlar qilganman. Sanga mana bunaqa kreativ video taklif qilyapman deganman. Bo'ldi, xo'p, necha pul oylik so'raysan degan. Men senga oyiga bir 10 ta video olib beraman, 15 ming dirham berasan deganman. $4,000. Men o'ylagan. Turganda, sen qayerda ishlaysan degan. Ana o'sha bitta plyajdan kelyapman. Qayerda ishlaysan degan. Ana bitta downtownda deganman. Burj Xalifani oldida deganman-da. То есть, klient oldi hech anaqa qiynalib qoldim. Unaqa desam, namorat meni yeri yurishga harakat qilardi-da o'sha paytda. Menga pul kerak, ishga ol meni desam, 5,000 dirham oylik beraman deb turaverardi-da. Ammo unga prosta variantlar ko'p, prosta seni kompaniyang yoqdi menga. Yo'q, bu yoq deb aytyapman-da. Bo'ldi, xo'p, qayerda ishlaysan degan. Downtownda. Kemash 15,000 dirham emas-da, senga 10,000 dirham beray, kvartira beray degan. Bitta villam bor, bo'sh degan. Burjalar olib oldi-da. Tushundingizmi? Taklif zo'r lekin. Taklif zo'r. Qanaqa o'zi u villa domdan? Rasmlarni ko'rsatdi. Bo'ladi degan. Keyin shu Villaga yashaganman keyin men. Ha. Plyajda yashayapman, tasavvur qilyapsizmi? Miyam ishlayapti. Nima qilay ekan, ish yo'q, уже O'zbekistonga qaytaman deyapman-da, lekin qaytishga qanaqadir bir bet bormayapti-da, chunki почти hamma pulimni ishlatib bo'lganman. Ish yo'q, pul yo'q. Shu real estate yozganman. Ularni suhbatiga borganman. Aytdan keyin seni kuzatib qo'yadi degan. Villada turish boshlaganman. Tagish xuddi shunaqa, mashina. Mashina yo'q, endi qarayapman. Ish bor, uy bor, endi mashina kerak deganman. Rentkarga yozganman-ki. Men senga shunaqangi zo'r video beraman deganman. Lekin qilib berganman. Zo'r video qilib beraman deb allab ketib, unaqa narsa bo'lmagan. Rostdan o'zim yaxshi ko'rib qilganman, chunki Video emasmi? Mashhur bitta o'sha salonchi bor-da, doim mashhurlar chiqib kelgan-ku montajida. yo'q, u yaqinda bo'lgan narsa. Men 2022 ni aytaman sizga. O'sha 2022-yil paytlarda Rentkarga yozganman. Mashinadan endi zo'r so'mga qilib beraman. Endi telefonda olishardi-da ular. Davay bitta ishlab ko'raylik deganman. Davay degan. Shu uyim oldida bitta lokatsiya bor edi. Taksi qimmat dedi payda. Chaqirganman. Rasmlar yozganman zakat paytda. Video qilib tashlab berganman. Vashi zo'r ekan ishi. Necha pulga ishlaymiz degan. Ular ham xuddi shunaqa narx aytganman. 15,000 deganman. 15,000 ozgina qimmat. Bizning budjet 10,000 deganda. Bitta mashina ber unda deganman. Tushundingizmi? Chunki sezon emas-da Dubayda. Issiq yoz paytida bizneslar hammasi o'lgan bo'ladi-da. Ulardan bitta mashina olib ketganman. Qabesh. Haydab yurish uchun. Keyin o'sha orada mashinalarni alishtirib rentkar endi. Bir Qabesh haydayapman, bir Mercedes haydayapman, bir Mustanglar haydayapman. O'zimga yoqqan mashina haydayapman. Haydamagan mashina qolmagan bo'lsa-ki, polni. Shunaqa. Ya endi asosan rentkarlar bilan ishlardim. Mana mashinasi menga zo'r opit bo'lgan. Ya'ni Dubayda pul qolmaydi sezon paytida, ungacha ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Sezonga ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Sezon emas paytga ham. Sezon emas paytga qanaqa? Oylik ishlardan 2-3 ta olib qo'yish kerak. Sezonga tayinlanish qanaqa bo'ladi? Уже turistlar kelishni boshlaydimi? Instagramga chiroyli korotka o'sha qisqa reelslarni qo'yib turib, targetga qo'yish kerak. Ikki tomonlama tayyor bo'lish kerak. Kim agar Dubayga bormoqchi bo'lsa, yaxshi maslahat bo'ldi lekin. Sayohat qilishga emas, ishlashga. O'sha boshida aytdingiz, sayohatga kirishga emas, borib ishlab ko'rish kerak. Ko'rdingizmi, mana qo'limdan nimalar kelishini o'shani bilganman-da, ungacha men yuraverardim. Chunki bu narsachi O'zbekistonda ham bo'lganda menda. Ya'ni to'yda ishlardim-ku faqat. To'yda ishlaganim uchun ro'za sezon o'ladi, to'y bo'lmaydi. Qishda to'y juda ham kam bo'ladi. Faqat shu yozda kutilardi-da, ko'p video ishlar endi bilmayman, hozirgi paytda qanaqayu. Ya'ni o'zingiz ham ishlagan bo'lsangiz, menimcha bilasiz. Sezon kelsin, sezon mana qilaman degan narsa bo'ladi-da baribir. Shunaqa deydi. U yerda ham sezon degan narsa bor, lekin sezon emas paytga ham tayyor bo'lish kerak odam. Baribir odam o'ziga bog'liq-da, qancha harakat qilsa ham. Iyaga qanaqa qaraysiz, fikringiz? Borku hozir endi misol men tushunaman, siz tushunasiz, baribir bu sohadamiz. Tushunmaydiganlar bor, iyada baribir o'rnini egallaydi degan narsa bor-ku. Shu narsaga qanaqa qaraysiz o'zingiz? Xo'p. Bu narsa haqida rosa ko'p o'yladim o'zi. Bitta qarayapman. Bir xil narsalar
rostdan bir emotsiya beryapti-da, Hmm. lekin AI Bilinib turibdi. bilinib turibdi. Yolg'on takasin. No? Emotsiya bergan joylari ham bo'ldi. Hmm. То есть bu narsani prям yomonlamoqchi emasman, lekin san'at darajasini hurmat qilganim uchun o'zi ko'p kino ko'raman, juda ham ko'p kino ko'raman. Hali beri u manimcha hech qachon bosamasa kerak deb o'ylayman. Rostakasim bo'ladi-yu, odamlarni qo'l mehnati yoki bir tayyor etsiz nimadir chiqarib bergan boshqa, o'sha narsani odam rasm chizgani boshqa bo'ladi-yu. Xuddi o'sha narsa. Da. Endi men o'zim san'at nimaligini juda ham yaxshi bilaman, chunki men 5 yil rassomchiligiga borganman. Ayol. Da. Chizgan rasmlaringiz bormi? Bor. Tashlab bera olasizmi? Respublika bo'yicha birinchi o'rinni olganman. Respublika bo'yicha. Da. Respublika bo'yicha o'sha 5-sinfdaligimdan 6-sinfdaligimda birinchi o'rinni olib kelganman. Endi nimadir gрамоталар berishgan, ularni qarash kerak. Lekin rasmlar mana kecha ko'rib qoldim, uyga borgan paytimda o'sha eski rasmlarimni qaradim-da. Bitta qizni chizganman-da, tonda, orqalari atlasda. Bitta qarayman, qo'lim mana shunaqa narsa chizganmanman deyapman-da, tushundingizmi? Endi meni yo'nalishim asosan naturmort bo'lardi. O'sha olmalardagi bundoq turib kesishlar bo'lgan. No, mana bunaqa fantaziyali narsalarni ham juda ham yaxshi ko'rardim. O'shaning uchun ham videolaringiz kreativda. Balkim ta'siri bordir. Lekin hozir rasm chizish bilmayman. Hayotimda boshqa ish qilmaganman, lekin. То есть rassomchilik u hobbi bo'lgan. Uyda rasm chizib o'tirganimni onam ko'rganlarida olib borganlar o'sha rassomchilikka. O'shanda o'qiganman. Hozir hobbi qanaqa? Qanaqa hobbilaringiz bor hozir? Hobbilar ko'p. Adrenalinni juda ham yaxshi ko'raman. Mashina haydash вообще sevaman desam bo'ladi. Asosan sportkalarni. Adrenalin beradigan narsalarni. Tepadan sakrash, tam unaqalardan umuman qochmayman. Mana shu Koreyaga borsak ham plan qilyotdik boya. Parashutdan sakraymiz deb. Niyatim bor. Вообще bizaga. Dubayda bilmayman nimagadir. Uchaman, sakrayman deb qolib ketib qolardi-da. Ham yo'qda anaqa bo'lardi-da. Tepangizda odam bo'ladi-da, u bilan birga tushasiz. Ammo mana shu narsani o'rganmoqchiman. Xudo xolisa, uspet qilsam 2026 yokida 27. Kino ham ko'raman dedingiz-a? Ko'p kino ko'raman. Ko'p kino ko'raman. Yaxshi ko'rgan kinolaringiz qaysi? Umuman bitta, может ko'p bo'lishi mumkin. Yo'q, ko'p. O'sha qanaqa janrga qiziqasiz? Umuman kino. Menga ko'proq Boyvik. yo'q. Lekin ko'raman. Boyvik ham ko'raman. Farsaj yaxshi ko'raman. No, hayotdagi menga eng zo'r kino bu Inception. O'shani bilmayman qanaqadir, boshqacha yaxshi ko'rib qo'yganman. Christopher Nolan. Haligacha ham ko'rsam maza qilaman. Seriallardan bo'lsa, Побег. Побег eshitdingmi? Da. U serial Michael Scofield. Men uni yodlab olganman. 5 sezonlik. Menga nima ko'proq yoqadi? O'sha kinodan keyingi emotsiya bo'ladi-yu. U Побег meni prям shugunaga solib qo'yganda, men o'shani 80 tami seriyaku bir haftada ko'rib qo'yganman. Qiziqqaningizdan, ha? Umuman boshqa ishim, hamma ishimni yig'ishtirib qo'yganman men. Dubayda yana. Bir haftam prям o'shanga ketganman. Uni ko'rmagan ekanman, lekin qiziqib bitta ko'raman. Nimaga unaqa? Например, Человек-паук вообще yaxshi ko'raman. Fantastikani ham yaxshi ko'raman, boyvik ham. Lekin Человек-паук ko'rganingizdan keyin, hozirgi momentda deylik, ko'rasizda, yaqin yengisi chiqadi to'g'rim. Ko'rasizda, ko'rgandan keyin, voy, zo'r bo'pti, yaxshi bo'pti. Agar spoiler bo'lsa, voy, endi keyingisini kutamiz deysiz, bo'lib chiqib ketasiz. Shu bilan esingizdan qanaqadir chiqib ketib qoladi-da. U kinoni siz ichiga o'zingizni mana shuni o'rniga qo'yib ko'rasiz. Bu narsa hamma kinoda ham bo'lmaydi lekin. Ya'ni siz bitta aktyorni hayotida yashab ko'rish bo'ladi-yu. Menda o'sha narsa bo'lganda. Kimdir mana o'sha kinoni ko'rdim. Bundoq yurgan paytingizda, endi u kinoda shunaqa kimdirlar kuzatib yuradi uni. Любой moment kimdir otib ketib qolishadi-da. O'sha narsa bo'lmasa, Dubayda men eng xavfsiz shahar. Bunda chiqsam plyajda, mana shu kimdir meni poylab turgan bo'lsa-chi degan narsa xayolimda o'tganda, tushundingizmi? Shunchalik ta'sir Da, qilgan. juda ham katta ta'sir qilgan. Nimaga?
Ana kino bor edi-yu. Kim chiqdi? Arnold Schwarzenegger chiqqan. Arnold Schwarzenegger. И Stalovskiy bilan. Terminator. Yo'q, Побег'ku ham. Побег из tюрьмемidi? Ha. Или Побег planami nima edi? Shundan qochish. Ha, shu turmadan ha. qochish. Anaqani ichida kemani pastida bo'lishadi, bilasizmi? Ha. Ana u kino boshqa, Побег boshqa. Nimaga? Chunki bu yoqda ko'p momentlar bunday yeb ketadi-da, bunda detallarigacha planlari o'xshamay qolishi, endi o'xshayotganda akasi qamalib qoladi. Tushundingizmi? O'rtadagi gap so'zlari nima desa bo'ladi? Hayotda prям birga birda ular forsajlarda, например, почти 99.9% o'xshamaydi, lekin o'sha 0.1% siz uchun qiziq bo'ladi-da. Forsajlarda, o'z bayviklarda. Deylik 50 ta odamni tap otib tashlaydi-yu. U narsa boshqa. Lekin men Побег'da u ham sizga o'xshagan oddiy odam-da. U ham qochadi, boshqa qiladi, qaraydi-da. Lekin ungacha bo'lgan yo'l qiziq asosan. Ammo bo'l o'sha kinoni ko'raman men. Mana bu narsa bor ekanda, Inception deganingizga. Kinoga qiziqqanim uchun dramaturg, ssenariy yozadigan odamning oldiga bordimda, ozgina dars berdi menga. Kinoda bunaqa narsa bor ekan, tiziq bo'lsa, mana qahramon kelyapti-da, qanaqadir muammoga uchrayapti. Ketdi o'sha muammoni yechish uchun harakat qiladi. Bir nimadir bo'ldi, qayergadir bordi, o'xshamadi, nimadir bo'ldi, o'xshamadi. O'sha pik joyi bo'lar ekan, siz aytganda o'shanaqa joy bo'ladi. Pik joyi bo'ladi, o'xshaydi yoki o'xshamaydi, shu bilan tugaydi. Inceptionda u umuman boshqa narsa ekanda. Давайте sizlarga tahlil qilib beraman, deyapti dramaturg. Qaysi kino deyapti? Inception desam, Inception слишком chalkash deyapti. Ssenaristlarning o'zi ham aqli yeb deyapti. O'sha siz aytganda shunchalik zo'r kino, işte ular ham hali tushunmaydi mana shu narsaga. Inception tag'in ham oson. Tushunish. Ya'ni birinchisida tushunmaganman. Ikkinchisida prям tushunganman. Unda qanaqa? Ketyapti. Tush, birinchi tushi. Uning ichida yana bitta tush. Keyin yana bitta tush. Tushundingizmi? Anochi oxirida uni aylantirganda qolib Voy, o'sha men u narsani haligacha bilmayman mana. Tan olaman. Haligacha o'sha narsani tushunmayman. Lekin u oson. Inceptionni tahlil qilib olish oson. Sal ozgina qunt bilan, ozgina IQ'ingiz bo'lsa bo'ldi, yetadi. Lekin Tenet u umuman boshqa narsa. Mana qarang. Inceptionni bilasiz, unda kelyapti, tush, uni tepasiga yana bitta tush, yana bitta tush, mana bunda uzun bitta tush, lekin hayot o'pshi bitta liniyada davom etyapti. U qarang, ketyapti, qaytyapti. Orada sal mamdorroqdan qaytyapti-da, keyin yana boshiga qaytyapti. Keyin yana boshiga oxiriga boradi, o'rtasiga ketyapti. Mana shunaqada kino. Tushunmaganman men ham to'g'risi uni. Вообще og'ir kino. Lekin ko'rsa maza qiladi odam bor, bilmayman. Ana masterpiece deydimi? Ijodda o'shaning uchun maza qilasiz ko'rib. Og'ir kinolar. Endi hozir aytsam, ko'pchilik aytgan u narsani, bananda eshitilishi ham mumkin. Interstellar. Interstellarda rostakasm emotsiya beradigan joylar juda ham ko'p. O'zi bundoq qarasa ko'p kinoda bor u narsa, dramatik tomonlama boshqa. Например, anaqa bo'ladi-yu. Ota NASAga ketayotgan momentini bilasizmi? O'zi bilasizmi? Inception yodlab olganmiz? Da. Inception'miş. Interstellar. Ota просто o'sha berilgan lokatsiyani bundoq qidiradi, topadi. Qizi "Menam bor edi" deydi-yu. Anam bor edi deydi. "Yo'q, uyda qolasan" deydi. Qiz bilan xayrlashadi. Yo'lda ketayotganda adyolda bundoq ochsa qiz chiqib keladi-yu. Bitta qiz chiqib keladi. "Nima qilasan?" Bu yoqda "Yo'q" deydi. Keyin adasi rostakasam o'sha uchib ketadigan momenti bilasizmi? O'sha joyda ochiq qaraydi yana. Kutadi, chiqishini kutadi. O'sha paytda bilmayman, qanaqadir emotsiyam ushlab tura olmayman, bilmayman. O'zi san'atga qiziqqan odamni o'zi bizada mana o'sha san'at deyapsiz-ku, bizada 2x, 3x bo'ladi-da, emotsiya olish. Shunaqa. O'shaning uchun uni ko'proq his qilib olamiz-da, qolgan odamlarga qaraganda. Bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham biz mana siz kadrlarda zo'r narsa chiqara olasiz-da, o'shaning uchun ham. O'sha taraf bor. Endi emotsiya olish boshqa, emotsiyani yetkazib berish bu alohida, boshqa temada. Chunki u narsani boshqacharoq yetkazib berish ham mumkin edi-da, rejissor. Sizni mashani ichingizgacha sim ketadigan emas, unda ko'rib
qizi qolib ketdi deb. Просто qizini o'sha yerda uydagi kadrni qo'ymaganda, tushundingizmi? Yana ochib ko'ryapti-da ota. Bu уже rejissyorni nima desa bo'ladi? Yetkazib bera olish darajasida deb bilaman. Ko'p o'ylaysizmi, o'ylamaysizmi umuman? Ishoning, ijodkorni miyasi hech qachon bo'sh turmaydi. Kechasi просто ko'z yumib yotsangiz ham o'ylayverasiz. O'zi mana nechida yotasiz kechasi? Hozir rejim buzilgan. Ya, rejim ijodkorda har doim buzilgan. Ha. Ana hozir buzildi deymiz, lekin bundoq olib qarasa 1 yilda yurganmiz, 1 oy rejimda yurgan bo'lamiz deb hisoblasa. Yana bilmadim. To'g'ri. 4da, 4-5larda. O'sha quyosh chiqish boshlaydimi, endi uxlaymiz. Mana shunaqa. Shunaqa. Endi bilmadim. Bu baribir nima desa bo'ladi? O'rtacha oddiy ishga borib keladigan odamlar bo'lay xotirjamroq-da. Bizda xotirjamlik qanaqadir yo'q deb bilaman. Ya'ni siz uyga borasiz-da, nima qilsam bo'ladi? Ideya o'ylaysiz, boshqa qilasiz. Mana shunaqa narsalar ketaveradi. Ko'p o'ylab olamiz. Juda ham ko'p o'ylaymiz. Bu yaxshi ham yomon. Слишком ko'p o'ylab olib, hech narsa qilmaslik ham yomon. O'ylamasdan nimadir bo'lar deyish ham yomon. Mana shu tema kirib aytganingizdek, odam misol o'ziga nimadir va'da berar ekan, o'sha aytganingizdek, mana shu kontentni qilaman deb izbirniga olib qo'yadi, nimadir qilib qo'yadi. Qilolmasa o'ziga uverенность pasayib qolar ekan. O'ziga va'da berib turib, qilolmasa boshqacha bo'lib qolar ekan. Shunga men va'da bermayman. Umuman. Yo'q, bitta Endi sizda menimcha qilaman degan narsani qilsangiz kerak. Sizni возможностьingizda. Yo'q, возможность hammada bor. Bitta menda emas. Возможность mana men возможность deganda yo'q paytda ham qilganman chunki. Ya'ni men o'sha paytda runi o'rganishim kerak bo'lgan. 2015-16 yil edi. Runi O'zbekistonga endi kirib kelgan. Men runi sotib olishga pulim yo'q. Faqatgina operatorga chiqaman, shuni o'zim boraman, kamera berishadi qo'limga, olib beraman, ketaman kechasi. O'sha momentda men runi o'rganishim kerak bo'lgan. Men nima qilganman? Hech qanaqa syomkam yo'q. Pul keladigan joy faqatgina shu. Bir kun chiqib kelsam, qo'limga 300 ming so'm pul olaman. Runi arendaga olganman. 100 mingmi shunaqa edi. 100 ming so'mga runi arendaga olardim. 150 mingga kamera olardim. Hech qanaqa syomkam yo'q. Просто kamerani olib, runini taqib, o'zim uchun praktика qilganman. Kunlik topadiganim 300 ming, bu yoqda oladigan komplektim 250 ming. Tushundingizmi? Bir kun to'yga chiqdim, 300 ming oldim. Uni ertasi kuni 250 mingga men texnika olib, просто uyda, ko'chada o'rtog'imni chaqirib, uni просто olib yurganman runingda, praktika uchun. O'sha paytda pul kerak bo'lgan menga, lekin men o'rganishim ham kerak bo'lgan. Risk. O'sha paytda necha bir 15-16 yosh paytim ekanda. O'sha paytda men shunaqa narsa qilganman. 300 ming ham ertasi kuni yo'q ketardi, yo'lga blokera bilan почти o'sha narsa bo'lib qolardi. И также modellarni syomkaga chaqirardim, ular bilan birga ishlardim. Просто uni portfoliosi, просто uni Instagram uchun mana отметка qilib ketsa bo'ldi edi. Chunki kollaboratsiya yo'q paytda. Erta ham xuddi shunaqa bo'lardi. Runi olardim, kamera olardim, svetli kerak bo'lsa olardim qaysi momentda. Olib просто o'zim uchun ijod qilardim. Lekin o'sha syomkaga chiqish uchun men расход qilib chiqardim. Hech qaysi bir qizlar ham yoki bir modellar ham hech kim bilmagan bu narsani. Aytmagansiz, men rasxod qilyapman deb. Ulardan so'ramaganman, men rasxod qilyapman degan narsa bo'lmagan. Chunki men ularni tворческий syomkaga chaqirganman. Zato o'zimning ideyamni qilganman o'sha paytda. Men o'sha paytda yoqqan. Главный shu. Bo'ldi, bir kun ertalabdan kechgacha to'yda yuribman-da, ertasi kuni o'sha pulga просто texnika arendaga olib yo'q qo'yolmanda. Lekin afsuslanish bo'lmagan o'sha narsaga. O'shaning uchun ham ijodkormiz. Mana misol men o'zim ham mana shunaqa narsalar qilib turaman-da, lekin oldimda shunaqa tanishlarim bor, jurnalarim bor. To'xta, nima qilyapsan deydi. Misol syomka qilmoqchiman, kimdir chaqiryapman, o'zim rasxod qilyapman, misol plagin olyapman, boshqa qilyapman. To'xta, bu senga nimadir olib kelyaptimi deyapti.
nimadir olib kelish kerakmidi deb o'zim uchun qilyapman. Yo'q, senga bu foyda olib kelsa nima kerak? Yo'q, ular baribir tushunmas ekan bu narsani. Tushunarli. Uni o'zida bo'lmasa, tushunmas ekan bu narsani. Menda ham ko'p heytlar bo'lgan. Именно mana shu qizlar bilan ishlayotgan momentimda. Endi klubimda asosan videograflar hammasi to'yga chiqadigan videograflar. Ularning aqli bir qanaqadir fashionga yoki bir reklamniy syomkalarga yetmaydi hech qaysi zamonda. Maksimum qanaqadir bir ochilishlarga chaqirsa bo'ladigan video. Atak to'ychi. Shular qatori o'zim ham to'ychi bo'lganman. To'ydan chiqmoqchi bo'lib harakat qilganman-da, tikta qizlarni, boshqalarni ani ochu-sochu bir nima emas. Chista fashion yo'nalishida. Endi fashion deb ham bo'lmaydi. Street fashion deylik mayli. Ana o'shanaqa yo'nalishda ishlab ko'ryapman. Ko'pchilik hate bildirgan. O'zi topgan pulingni ertasi kuni o'shanga ketkazolsan. Undan ko'ra syomkani sezonni bosmaysanmi degani kerak bo'lsa to'ylarimni отказ qilib bo'lsa ham o'sha tvorческий syomkalarimga chiqardim-da. Anam hozir ko'pchilikda u narsa bo'yicha shablonlar juda ham tiqilyotibdi. U paytda hech kim masala syomka qilmagan. Ko'pchilikning hozir baribir lishni brendi bor. Manda o'sha paytda bo'lmagan. Men qachon lishni brendimga ishlashim kerak degan narsa bo'lgan. Esimda 2018-yilmidi yoki 19-midi? Yo'q, 18-19-da ishlarimni qo'yibman. Endi to'y ham bor, orasida qizlar ham bor. Keyin qanaqadir backstage olib beraman fotograflarga. Har xil mana shunaqa syomkalar. Instagram yangi ochganman. O'zim umuman qo'ymayman. Faqatgina ishim. Bo'ldi. Orada backstage'lar ham qanaqa? O'zim kameraga chiqishga uyalardim. Sal bilmayman ana. Hozirgi paytda leva bitta odam bunday gapirib chiqishi normal holat. O'sha paytda blogermisan, boshqami degan narsa bo'lgan, tanish bilishlarni tomonlama. Lekin gapirib chiqmaganman o'shanda ham. O'sha paytda nima bo'lardi? Yo'q, faqat ishimni qo'yardim. Backstage ham qo'ymasdim. Keyin bitta bir kuni o'sha syomkadan qaytganman-da. Yosh bolaman o'sha paytda. Bo'yim sal pastroq, kichkina bolaman. Bitta kamera arenda tashlagani kelganman. Kamerani arendaga bergani kelyapman-da. O'sha bittasi manda o'tiribdi. Ukam, nima ish qilasan debdi deyman. To есть kamera bergani kelyapman. U bu yoqda kimdir, nimadir o'tiribdi, tanish bilish. Ukam, nima ish qilasan debdi. Salana qot, yosh bolaligimni ko'rib. Videochiman deyapman-da. Sal ham ko'payib ketdilar endi debdi-da. Endi sal eskicharoq dunyoqarashli odammi bilmayman. Yoshi kattami? Endi yosh qanaqa? O'sha paytda bir 30 ga yaqinlashib qolgan odam, qorin qo'ygan. Bilinib turibdi, to'yga chiqqan operator. Sal ham ko'payib ketdilar endi debdi-da. Yo'q, men anchadan beri ishlayman, o'sha opitim bor deyapman-da. Debdi-da. Sal mensiz bo'lmayapti. Ilmayapti-da meni. Keyin montaj kim qiladi debdi-da. O'zim qilaman deyapman. Chunki u paytda ham video syomka qilib, ham montaj qiladigan odamlar juda ham kam bo'lgan. Yo'q, montaj ham qilish bilasan degan-da. Men o'zim montaj qilaman deyapman-da. O'sha momentda men bolam bilasanmi deb o'zim profilimni ko'rsatdi. Tushundingizmi? O'zim profilimni ko'rsatdi-da. Endi o'sha paytda backstage'lar qizlarni olganman, to'ylarni. Biyoyimga takoy. Shayakov, montajyor, operator yozib qo'yganman. Men bolani ko'rganman deb tanishganimdan xursandman deyapman. Akasimi Hoji Akbar, mana shu profil meni ketsa, "Yo'q, siz qilganmisiz?" deb muomala sirazi o'zgarib. Tushundingizmi? Ana o'sha paytda uyga borganman deb uxlamaganman-da. Odamlar значит meni уже tanishib boshlashayotgan ekan. Endi ko'chadagi любой bitta odam tanimayapti. Tagiga hozir ham tanishmaydi. Hozir normal odam tanisa kerak. Yo'q, endi kerakli odam biladi. O'sha paytda Uski Krudigilar, videochilar bilishardi-da. Kimita подписчикim bo'ladi o'sha paytda. Keyin aytganman o'zimga. Bo'ldi, endi backstage'larimni ham qo'yishim kerak ekan deganman-da. Backstage'larni qo'yishni boshlaganman. Lekin shuni ham anaqagacha yetib bora olmaganman. O'zimni bunday videoga olishgacha.
Может, balki samotsenkam pastligi ham bo'lishi mumkin o'sha momentda. Odamlar gapidan sal cho'chiganman. Ya'ni tanish bilishlarim, blogermisan, qo'ysangchi, bo'ladigan ish qil deyishligi aniq bo'lgani uchun lutcha qilmaganman. Keyin o'sha Dubayga borib, eslayman, birinchi mana shu o'zimni bunday videoga olganim 2021-yil 27-dekabrda bo'lgan. Chunki ko'p momentlar meni esimda qolib ketadi-da, o'sha paytdagi holatlar, qanaqa kiyimda bo'lganman, qayerda bo'lganman, kim bilan bo'lganman, soat nechi bo'lgan yoki kunlari. O'sha momentda aytdim-ku, o'sha Dubayga borib, sal samotsekam ko'tarilib, ashkiylar, keyin Nike oyoq kiyim olganman-da. Birinchi marta hayotimda Nike bunchalik zo'r brendligini bilganman-da. Endi tushunishingiz uchun men undan oldin ham Nike kiyganman deb o'ylagan ekanman. То есть prostoy, oddiy original emas-da, xullas. Adidas bo'lsa Abibas Ha, ha. deb qo'yadi. Xuddi o'shanaqa kiyib yurgan ekanman-da. Boryapman-da. Nike'lar prям qatoriga kirganman, официальный Nike. Vau deyapman-da. Yoqyapti prям. Ko'rinishni o'zi yoqyapti. Kiyib ko'ryapman, undan ham battar yoqyapti. Menga zo'r turibdi. Bitta look qilib olganman. Keyin oyoq kiyim qarayapman, chot qayerdadir ko'rganman mana shu oyoq kiyimni deyapman-da. O'sha yoqmayapti, tushunasizmi? Chunki cho'nchida ozgina pul bor. O'sha yerdan bemalol o'zimga look qilib chiqib keta olaman. Kirib kelyapman, уже boshqacharoq qatorlarga kiryapman-da Nike'da. Более limitированный oyoq kiyimlar-da. Bitta qarayapman, hech qayerda ko'rmaganman deyapman. Bitta qarayapman, 600 ta chiqqan ekan. Endi u paytda limit degan narsalarni umuman tushunmasdim. O'sha akamdan so'raman. One of 61 nima degani deyapman-da. Bu 600 ta chiqqan bundan. Hammada ham ko'rmiz deganlar. Olaman mana shuni deganman. Narxiga umuman qaramaganman. Keyin o'sha tushunib yetganman, menga nima ko'proq yoqishini. Menga hammada bor narsa yoqmas ekan. O'zim uchun bo'lsin degan narsa baribir o'shandan shakllangan. Bitta olganman, kiyganman, yoqyapti. Keyin men qarayapman-da, nima endi uni ko'rsatmasligim kerak edi. Maqtanish uchun emas, uyalmasdan chiqsam bo'ladi endi deganman kameraga. Chunki undan oldin kiyimlarimga uncha qaramasdim yoki-da sochim yoqmaganmi o'sha paytda nimadir to'sqinlik qilib turavergan. Unaqa davay devormaganman. Keyin bitta video olganman, uni ham 13 marta, 14 marta olganman. Gapim bilasizmi nima? Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun bizda syomka, birinchi lokatsiyamiz yaxtada, kuzatib turinglar. Bo'ldi, mana shu narsani 13 marta, 14 marta olganman. Yaxtada deganingizga massani videosi esimga tushib ketdi. O'zi brat bilan ishlash qanaqa bo'lgan? Nima deydi? Hayotda boshqachadir, может. Hayotda boshqacha. Без senzura uni videolarida u qanaqa bo'lgan? Syomkalarda tam Hayotda bilasizmi? Shuhratga qanaqa odamlar? Shuhratga вообще прям zo'r brat-da. Hech qanaqa klipda bo'lishi mumkin, lekin hayotda umuman unaqa emas. Muomalalarni shunaqangi joyga qo'yib qo'yadilar, prям o'zbekcha so'rashganda, assalomu alaykum, Hoji Akbar, yaxshimisiz? Chachim. Mana shunaqa, siz bilan qanaqa gaplashib o'tiramiz? Xuddi shunaqa gaplashib o'tiradigan odam. Shuhratga mana shu narsani juda ham qattiq hurmat qilaman. Instagramda ham gaplashganda ham, boshqada ham men ularga yozganman. 2020midi, 20 yozganman karantindan keyin. Akasiga mana shunaqa syomka qilib bermoqchiman desam, bo'ldi, xo'p, qanaqa formatda endi? Men aytganman-da, такой Louis Vuitton sumkalarda boshqa kirib kelyapsiz, mana shunaqa pafsiy narsa olib bermoqchiman sizga desam, yo'q, aka deganlar. Endi o'zlarining qadriyatlari bor ekan, o'sha narsani sraz aytganlar. Men birovning mashinasida syomka qilmayman. Agar birovning mashinasida syomka qilsam, mashina egasini ham olib chiqaman deganlar. Men o'zimda bor narsani olib chiqib o'rganganman. Yo'q narsani pantovka qilmayman deganlar. Mana shu narsalar rostdan hurmat qilganman lekin. Nimadir bo'lgan 2024 olib berganmanmi klipni? Yo 23 ekan. 23-yil nimadir klip olishimiz kerak edi ularga. Keyin Dubayga ketmaysizmi hali deganlar. Ketaman deganman. Toshkentga kelib ketdim 2 oyganmi? O'sha momentda gaplashdik. Biz ham Dubayga boramiz oktyabrda. O'sha yerda klip olamiz deganlar. Menga demosini tashlaganlar. Kelgandan keyin olganmiz oktyabr boshida edi, 2023-yil. Hozir mana misol ko'rayotganlar, mana misol ko'proq siz chet elda ishlagansiz-ku, balki chet elda
bu narsaga e'tibor yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Hozir bu yoqda ham yaxshi daromad topsa bo'ladimi? O'sha sohani ichida. Misol, endi siz taniqlisiz o'zi Yo'q, bu yoqda. gap tanishda emas. Ha. Например, klientga siz necha yil o'qitingiz bor yokida nima desa bo'ladi, hani kimlar bilan ishlagansiz, boshqa Instagramingizdagi подписчиkingiz qanchadir miqdorda qiziq bo'lishi mumkin, lekin uni kartinkasida siz unga nima bera olasiz, o'sha narsa ko'proq muhim. Tushundingizmi? Например, 2021 man avtobuschi bilan ishlagan bo'lsam, kerak haligacha ham ishlayapman-da. Chunki o'sha momentda men уже o'zimni stilimni, o'zimni ma'nomni ko'rsatib qo'yganman. Bitta ularga emas, o'zi ko'pchiligiga. Aytmoqchi bo'lganim, sizni подписчикingizmi, boshqasi ko'p pul topishga baribir yordam bermaydi. Shu paytgacha yig'ib kelgan optlaringiz boshqa. Imенно klient sizdan nima ola olishiga qarab turib sizga naqd beradi. Xuddi shu. U sizni opitingiz kerak bo'lsa, men bilaman shunaqa odamlarni 10 yillik opiti bor. Lekin haligacha ham to'yda yuradi. Kecha men bitta yaxshiroq kursni bitirgan yokida o'zini ustida bir 1-2 yil yaxshi ishlab, kerak bo'lsa u odamdan ham ko'p pul topib, undan ham yaxshi ish qilayotganlar ham bor. Narsani o'zingiz ham bilasiz. Da, to'g'ri. Shogird chiqaryapsiz-ku mana hozir. Shu paytgacha nechta shogird chiqardingiz o'zi? 8 ta 10 ta deylik. 8 ta 10 ta. Men kuzatimda hammasini misol qilayotgan ishlarini, rezultatlarini вообще zo'rda. Mana shu shogird bilan ishlash o'zi misol ustoz shogird an'anasi bor-ku baribir. Sizda o'zi qanaqa bu narsa? O'zi umuman. Ya'ni men o'rganganimmi yo o'rgatayotganimmi? O'rgatayotganingiz misol. Xo'p. Men endi o'zim shogird bo'lib yurgan paytimda 2-3 yil men pul olmaganman. Ertalab 8 da turardim, ustozim oldilariga borardim. Adam emas o'sha, boshqa ustozim. Ustozim oldiga borardim, ustozim soat 10 da turardi. Ungacha men uylariga borib, kameralarni artib, batareyalarni hammasini sumkalarga joylash, taraflarni tayinlab, to'yga nima kerak bo'lgansa, hamma kerak narsa. Endi u paytda zvuk yozadigan apparat ham kichkina bo'lmaganda, kattagon bir sumka narsalar bo'lardi. O'shani olib, mashinaga olib tushib joylab, kameralarni полностью artib, shunaqa narsa, mana shu narsa 2-3 yil davom etgan menda. Bir pul olmaganman. 2-3 yil davomida вообще umuman olmaganman. Faqat o'rganganman. To'yda o'sha qaysidir momentda onalardan kelgan eslayman. Operator dam olishayotgan paytda olib, просто o'sha paytda syomka qilib ko'rardim. O'sha narsa uchun men ertalabdan kechgacha ham yurardim. U paytda hech kimlar kelib turib, "Aka, men balans mana bunaqa. Ko'rasanmi? Ha, men shatir mana bu narsa, ISO bu narsa hech kim o'rgatmagan." Rostdan ham o'sha davrda qanaqadir bilmadim, odam hech kim o'rgatmagan. Ya'ni nima desa bo'ladi? Konkurent bilishganmi o'sha momentda bo'lishi mumkin. Endi eskicha dunyoqarashli odamlar balki shunaqa bo'lar. Hozir men senga o'rgatsam, endi boshqa operatorlar ustozim emas, boshqa operatorlar o'tib ketadi. Men senga o'rgatsam, meni klientim chopasan, meni ishimni olib qo'yasan degan narsa xayoldan baribir o'tganda. Menda u narsa yo'q. Shogirdlarimga nima bor, hammasini beraman. Kerak bo'lsa, o'zimning proyektlarimni ham topshiraman. Ishonasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qaysi proyektimga ulgurmayapmanmi, shogirdlarimga kerak bo'lsa, prostakan o'tkazib yuborishim mumkin. Ya'ni menga bitta proyekt kelyapti. Men $2000 bir oylik o'sha 10 ta videoni olmayman. O'sha narsani qaysi shogirdimga o'tkazib yuborishim mumkin. Mana o'sha siz aytganingizdek to'yga hayron qolganman. O'sha o'rgatmaydi-da bir-biriga. O'rgatishmaydi. Men o'zim o'sha birinchi to'ydan boshlaganman. Ko'p narsani o'rganib chiqib ketishga harakat qilganman birinchi. Menda ham nima bo'lardi? Tepasiga borardim. Aka, men svet tushiryapsiz-ku. Men primoy emas, orqadan tushiryapsiz derdim-da. O'sha paytda nimadir dorsi bo'ldi, ilib olishim kerak degan narsa miyamda bo'lganda, men svetimni orqadan qo'yadi-yu, manimda soya bo'lib chiqadi-da, o'sha narsa manimda chiroyli ko'rinadi. Kinoni ko'rganmisan derdim. Bo'ldi, tushundim dedim. Keyin o'sha kino ko'rish boshlaganman. Kinoni ham prostagina ko'rib, esdan chiqarish emas. To'xtatib, mana bu kartinka menga yoqyapti. Menga nimaga yoqyapti?
Menga odam yuzi takomda yarim tushib, yarmi tushmayapti. Buni qanaqa qilish mumkin? Просто qanaqadir bitta lampochkani svetda olardim projektor torbarcha. Uyda sinamga yoki uydagilarga o'tirib turib, bundoq ko'rardim, bundoq tushib ko'rardim. Bunaqasi qilib ko'rardim, tushundingizmi? O'sha narsalarni analiz qilib chiqardim-da. Shunaqa. Har bitta mana shu to'yga chiqqan Roninda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Unda borganman. Endi bizda Steadicamda ishlanardi oldin. Steadicam, Steadicam. Roni 2015-yil kirib kelgan. M unda ham kattasi. Bu nima deganman-da? Bu Ronin deganlar. Vazifasini aytsam. Endi bizda Steadicamda anaqa ishlaydi, tekis bunaqa yurib, pastda og'irlik tosh bo'ladi, o'shani hisobiga tekis chiqardi. Bu motorchiklik, qarang, bundoq sen ham ushab qoladi yerdi-da. Bitta bundoq yuryapman-da. Nima praktika qilganman-ku uyda. Patnisda takoy kosaga suvlar bilan undoq tekis yurishga harakat qildi, tushundingizmi? Shunaqa qilganmisiz uyda? Ha. Steadicam nimaligini bilasizmi? Mana bunaqa ushlab tagida toshi bo'ladi. Da. Oldin o'shanaqa narsalar ishlatilardi-da o'zi. И uning uchun yurish juda ham katta ahamiyatga ega edi. Hozir Ronini qanaqa turasizmi? Buni olib qo'yishingizdan o'zi kadr tekis chiqaveradi. O'sha momentda oyoqni bukib olib, tekis nafas olmasdan yurish kerak bo'lardi-da. Endi uyda Steadicam yo'q, zato patnis bor edi. Praktika qilganman-da. Roninda olman, ikkitadi. Bundoq yuraman-da. Kadr tekis chiqadi-da. Yaxshi yurar ekansan dotda-da. Men bir necha marta ishlab ko'rganman. Nima qilish kerak bundanman-da? Aytib bo'shmisan degan. Ha, bo'shman deganman. To'yimga qarash bor degan. Bo'ldi, xo'p deganman. Ertasi kuni boryapman. Oldilar. Shtativni och, uni qil, mana qil. Polniy ertalabdan kechgacha o'sha shtativni Roninga nima kerak bo'lsa, hamma narsasini ko'tarib yuribman-da. Endi hozir shtativ Ronini bitta ochib qo'yasiz bo'ldi-yu. U paytda Roni M bo'lgan, katta. Uni shtativi отдельный boshqacha bo'lgan. Uni batareya zapaslarini ko'tarib yurish kerak bo'lgan. Katta simli narsalar bo'lgan. Hozirgi paytda bilsangiz, uni bo'shatdingiz, juda ham oson. U paytda shistagani ключ bilan qotirib, aylantirib, shunaqa narsalar bo'lardi. Обязательно oldingizda bitta odam bo'lish kerak edi. O'shanaqa qilib ular bilan 10 kun, 15 kun yurganman-da, Ronini o'rganganman. Faqat nastroy qilishni o'rganganman. Keyin telefonga ulanardi, telefonga ulab turib nastroy qilish kerak edi. Shu bilan bo'ldi. Ronini o'rganib ketganman. 15 kun ketganman-da. Hozir ko'plar misol tayyorga o'rganib qolgan-ku. Misol siz qiyin davrdan o'tgansiz. O'zi misol hozir shogirdlaringiz siz o'sha 10 yil, necha yil, 10 yilmi, 10 yildan ko'pmi o'sha davrda o'tgan hamma qiyinchilik, opitlaringizni bittada misol 1 oy, 2 oyda o'z rezultatini chiqaryapti. Shunaqa. Zo'rda bu, uni Juda ham zo'r. вообще zo'rda. Men lekin rosa xursand bo'laman. Misol men shogirdlarim rezultatini ko'raman, boshqa bo'ladi-yu. Yaqinda mana shu 8 ta 10 ta shogird edim-u. Hech qaysi biri mengacha kelguncha bittasi ham kamera tushmagan. Umuman 0. Prям 0. ISO nima, Kelvin nima hech narsasini bilishmagan. Kamerani qo'liga ushab ko'rmagan bolalar bo'lgan. Dubaydagi ikkita shogirdim, umuman boshqa tema. Dubayda ham olgansiz shogird ishni. Dubaydagi ikkita shogirdim, bittasi Diyor, bittasi Ali. Diyor gostitsada ishlardi. Accommodationda yashardi, ya'ni ishxona tomonidan beriladigan uy. Asosan hayoti shu. Ish uy o'rtada dam olib turardi. Menga yozuvdi Dubaydaligimda, aka mana shunaqa syomkalaringizni ko'raman, mana olib chiqing, iloji bo'lsa shogird tushmoqchiman degan. Shu paytda nimadir bo'lganda, bo'pti yur deganman. Syomkalarimni olib chiqqanman, boshqaga u ko'ryapti-da. Dubayda shunaqa joylar bormi deyapti. Chunki u uy ish bo'lganda. Ko'p joylarga bormagan. Boryapti. Lamborghinilarda men bilan birga yuribdi-da syomkalarimda. Chunki rentkarlarda o'zimiz gaplashamiz, boshqa bo'ladi. Aylantiryapman, har xil joylarga kiryapmiz, qimmat joylarga, restoranlarga, etta-betta. Ana o'sha shogirdimga eng ko'p o'rgatgan narsam bu sotish. Klientga sotish. Ya'ni qayerda qanaqa o'zini tutish kerak, qaysi klientga nech pul deyish kerak, u narsani ko'proq o'sha shogirdimga o'rgatganman. Ya'ni u meni biznes assistentim bo'lgan, ya'ni ordimga zakazlarni u olardi. Men bilan maslahatlashgan holda. Bir kuni aytayotdi-da,
Germaniyadan bizga zakaz tushyapti. Ya'ni germaniyaliklar kompaniyasi o'z Dubayga dam olishga bir 5 kungami kelishar ekanda, o'sha narsani 5 kunlik syomkasini qilib berish aytyapti. Endi ularda kompaniya tomonidan qoplab beriladi bu narsa. Aytyapti. Nechi pul deyapti. Hamda qarayapman-da. Qarab turib aytaman, bularga $8,000 deyish kerak deyapman. Mana shu 5 kunlik syomkasi. Yo'q, okey deyapti. Chunki mana rasxodlarimni hamma narsam hisoblab yuribdi-da. Okey, уже pulimiz mamcha qolyapti. Уже keyingi oydan arendaga berishimiz kerak, mana qanday qilishimiz kerak. 7,5 ming qilib bera olaman deyapman. Yo'q, okey, tak. Rasxodimiz 0 yo'qda. Просто syomka qilib beramiz, bitta video qilib berilsa bo'ldi. $2,5 klient qaytib ketadi boshqa. 7,5 mingdan pastga tushmaydi. Bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi deb men jo'natib yuborgan. Shu biz rozimiz deyapti. Germaniyaliklar. 5 kunlik syomka uchun $7,5 ming. Qanaqa qilib bildingiz bular rozi bo'lishini deyapman-da. Chunki bular kompaniya. Bularga bir tiyinlik qizig'i yo'q, nech pul deydi, boshqa deydi. Bularga kompaniyasi qoplab beradi deyapman. Qanaqadir lishtadan boshqa bo'ladigan bo'lsa, chunki men определённый bitta price qo'ymaganman Dubayda. Men odamga qarab turib narx aytaman. Odamga qarab aytaman, vaziyatga qarayman, kompaniyami, qanaqa kompaniya, o'shandan kelib chiqib narx aytaman. Agar Hojiakbaraga shogird bo'lib tushsanglar, bu narsani o'rganasizlar. Yo'q, endi har bitta shogirdim o'zini yo'nalishini topgan deb o'ylayman. Chunki men har bittasi kelganda aytganman, nimalar qiziq. Men mana shunaqa mashina syomkasini qilmoqchiman deb kelgan Xurshid. Hozir avtoitsi bilan ishlayapti. Men ishlamayman. Polностью avtoitsini o'zi boshqaradi. Sherzod shogirdim bor, universal. Nimani qiziq o'tsam, hamma narsa qilib ko'rgim keladi deydi. Eksperiment o'zimga yoqqandan keyin tanlab olaman. Hamma narsa qilib ko'rdim. Mashina bilan ham ishladi, modellar bilan ham ishladi, Dilimi proyektlarni oxirgi paytda o'sha bo'layapti. Dilimi deganingizga shov qildi-ku. Endi baribir ko'plarga mana shu nima deydi? Summa baribir qiziqdi. Qanchaga oldingiz mana shu proyektni o'zini? Baribir 18 ta kamera dedingizmi? Nechta? Kamera bilan ishladim. Qanaqa bo'ldi o'zi u bilan ishlash o'zi? Xo'p, ungacha bo'lgan yo'lni o'zi oson bo'lmadi. Ya'ni shoudan oldin biza butun ommani o'zimizga qaratishimiz kerak bo'ldi. Bilgan bo'lsangiz, Dilimini Porsche'ni tashlab yubordik tepadan. Da. Bildingiz? Tashladik. Keyin uni videosini chiqardik, tashlamagan degan. То есть Instagramda katta axlatni oldik o'sha momentda. Chunki hammani o'zimizga qaratishimiz kerak edi. Ana o'sha video qancha 12 million, 15 million bo'ldimi bilmayman. Qancha 12 million ko'p prosmotr bo'ldi. Nimaga tashlab yubordi, nimaga o'zi yo'q bo'ldi. To'lig'i YouTube'ga deb joyladik. YouTube'ga joylaganimizda o'sha aytganmiz, to'shda biz tashlamaganmiz, biz jin emasmiz-ku. Undan ko'ra zo'r sizlarga taklifimiz bor. Reveremmi? Ana o'sha yerda reklamasini tiqqanmiz. Tushundingizmi? Mana Reverem ham katta pul tikkan bizga. Nimaga? Chunki biz o'sha qiymatni yetkazib bera olganmiz. Ya'ni sotuvni oshirib berganmiz. Endi summani aytish mumkinmi, mumkin emasmi? Qancha summa? Mana shart emas bu narsa. Summa yo'q, yaxshigina ularga foyda keltirib berganmiz. Mana bu qilingan shoular ham. Chunki shouga qatnashish uchun 500 million so'm qo'yilgan. O'zbekistonda hali hech kim pul qo'ymagan. Unga qatnashishga ikki xil yo'li bor. 50 ta odam suv sotib olish kerak bo'lgan, o'sha QR kodini Telegramdan o'tkazish kerak bo'lgan. Qolgan 50 tasi bo'lsa, kreativ video ishlash kerak bo'lgan. Har tomonlama o'stirganmiz. 50 ta ishtirokchi tanlab olish uchun necha millionta anaqa bo'lgan polis prosmotrlar. 100 milliondan 100% oshgan. Zo'r bo'lgan. Yaxshi oshirgan. 100 milliondan prosmotr oshgan. Ya'ni brendni tanilishi hissa qo'shilgan. Bu yoqdan sotuv. Chunki 50 ta qolgan yarimta odamni biz suv sotib olganlar orasida hal qila olishimiz kerak bo'lgan. Har ikkala tomondan plyus bo'lgan. Reveremni men o'zi boshida endi
bu joyni qo'yamanmi qo'ymayman bilmadim. Lalaku degan firmada operator bo'lib ishlaganman-da. Hozir tanishlarimni, hamma viloyatdagi tanishlarimni shu yerda ishla ana bo'lasan deb olib kelib qo'yganman. Ular shu yerda qolgan. Endi men yo'lda borib ishlab qolaman. Vaqtinchalik qolganman. Toshkentga kelganimda bo'lgan. Chunki ish topishim kerak. Keyin ularni ishda qoldirganman. Ular o'zi shu yerda ishlayapti hozir, bittasi buxgalter, bittasi menejer. Borsam, reverend suvlar turibdi ekan. Ya'ni o'sha Lalakuni egalari ham reverend suvni asoschilari ekanda. Shunaqa. O'tiribdi buxgalter tanishim. Keldi Dilebe mana shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa summa berildi. Reverimga urg'u berish kerak ekan ko'proq. Mana shu narsani olib ketish kerak ekan degan narsani aytdi-da. Shunaqa. Keyin o'shanda ekan, o'shaning uchun Summani bilsangiz kerak. Summani bilaman, summani bilaman. Ha, sochingizni aniq qoling. Ham bor chetga. Katta summa aytdi, lekin zo'r dedim. Yo, shuncha pul bor. Bilmadim. Yo'q, lekin uni ham prostaga brend tanishi uchun emas, sotuvni ham qilaverganmiz deb deydi. O'shaning uchun ham har ikkala tomon ham rozi bo'lgan, qilingan ham katta shou ham bir oy tayyorgarlik bo'lgan, boshqa bo'lgan 48 soat so'mga bo'lgan. 48 soat biza hech qayerga chiqmasdan shu 18 ta kamera usib 30 tacha odam bo'lganmiz. 30 tacha odam hech qayerga chiqmasdan shu yerda yashaganmiz. Uy ham uzoqda-da, parkent. Uzoq emas, parkentda, hech kim uyga ham qaytib kela olmaydi. 2 kundan keyin bir tale to'la narsalar bilan hammamiz qaytganmiz. Qiziq bo'lgan. Oson bo'lmagan, no maza qilganman. Chunki o'sha narsa katta mas'uliyat olishdan uncha qo'rqmayman o'zim. Hozirgi paytda endi qo'rqmayman. Oldin sal cho'chirdim. No o'shani o'tganimda rejissor tayinlasammikin, mana shu narsani organizat qiladigan degan narsa xayolimga bir burchiga ham kelmaganda, qila olaman deganman. O'zimga uverim bo'lib, qilganman. O'sha yerdan hammani boshqarish, qo'limga kamera olmaganman o'sha kuni. Umuman, men faqat boshqarganman. O'sha 4 ta ekran turibdi. Bitta yon olish kerak, bitta yon olish kerak. Hammani boshqarib turibman. Bu yoqda dron bor, bu yoqda GoPro'lar bor. Shunaqa Postanovkani unga odam topganmisiz? Yo, o'zingiz qilganmisiz? Qayerda? Postanovkani. Uni lokatsiya tam qurilish nimalarlar. Qurilishlarga polностью qatnashganman. U prodyuserlarni o'sha yerdagilarning ideyasi bo'lgan. Ammo o'sha narsaga tayyor bo'lishim kerak bo'lgan. Ya'ni shartlar qanaqa bo'lishini men bilaman, lekin hech kimga ayta olmayman. Chunki bu sir bo'lib keladigan narsa bo'lganda, o'sha kuni ham hech qaysi operator nima bo'lishini bilmasdan kelgan. Men hammani chaqirganman, shou bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi. U narsani 3-4 ta odam biladi. Bundan keyingi shart qanaqa bo'lishini. Tushundingizmi? Bundan keyingi shart misol uchun kubikli bo'ladi. U narsani o'sha momentgacha hech qaysi operatorimga ham kerak bo'lsa yetmagan. Chunki shunaqa shart qo'yilgan. Men kimgadir ishonmayman degan anaqada emas. Prosta hech kim bilmasin degan iymon narsani shunaqangi zo'rsiz saqlaganman. Chunki har bitta shartda postanovkadan o'zgaradi. Shuni bilib qolmasligi uchun-da, ya'ni hech kim bilishi kerak emas uchun bir-biriga. Bir shartiga o'tdi. Endi boramiz, kamerani joylashtiraman. Siz ham tamom. Hozir mana bunaqa narsa bo'ladi. Yo'q, keyinchi. Keyingisini o'ylab ko'ramiz. O'zgarishi ham mumkin. Bo'lsa aytaman normalda. No'palaman hammasini, ssenarisini. Ikkinchi shartda уже mana bunaqa joylashtirdim-da. Bu yerda men nima qilaman deyapti-da. Уже 1 soat ichida dekoratsiyalar bunday chiqib keldi-da. Deyapti-da, keyin tushundingizmi? Hech kim bilmagan, hech qaysi operator sen mana bu narsani qilib ber, mana bu narsani qilib ber, mana bu narsani olib bersang bo'ldi. Mana shunaqa deb kelishtirganman. Hatto hech kim bilmagan nima shartligini даже. Rustam ham ishlardi-yu, montajyor. Asabiy ham shu deydi. Rustam o'tirdi. Men deydi, короче, anolarga ataylab eshitsin deb boshqa shart aytdi. Mana bunaqa narsa bo'ladi deb gapdi-da. Uni o'zimiz qilganmiz uni. O'zingizlar qilgansiz. O'zimiz qilganmiz. Boshqa narsa bo'lib chiqyapti deb kulib aytib beryapsiz, mana shu narsalar. Biz kimdirlar operatorlarimni oldiga kelib so'rash boshlaganda, endi qaysi tanishlar boshqa, "Aka, kengisini o'rgiz." "Aka, o'zimiz ham bilmaymiz" deyapti. Chunki rostdan bilmaydi u bolalar. Keyin prodyuser ukasi, ya'ni qaysidir mana shu aloqasi bor odamlardan, "Aka, kengis qanaqa?" "Yo, men o'zimdan so'rashganda,
okey bilmadim, mana kutubimiz oz bo'lsa shunga qarab tayyorlanamiz biz endi omanda. Keyin Rustam, keyin operator bolalarni o'sha yerda ovqatlanib o'tirishganligida keyingi shartni bildingizmi? Unaqa bo'lar ekan deganda, ana kamerada ham bor undasi. Hozir bundoq qaraganda. Eshitib, keyin bitta brat, "Bor, ana nima deyapti? Bilib kel" deganda. Mana shunaqa narsalar bo'lgan, qiziq bo'lgan ekan. Mana shu jarayon qiziqda. O'zi mana shu syomkada men to'g'risi profilingizga kirdim. Даже boshidagi videolarni ko'ryapman. Endi podkast qilish davomida baribir izuvchi qilib chiqdim. Maza qilyapman. Yana birinchi 2001-yil, 2021dagi videolar ko'ryapman, maza qilyapman-da. Zo'r video bo'lganda, ana prям emotsiya bergansiz, o'sha emotsiya bilinganda, maza qilib ishlagan. Mana shuning uchun menimcha bozorda o'z o'rningiz bor-da. Mana hozir ham video qilyapsiz, любой proyektni olyapsiz, rezultatni qo'yasiz, backstage qo'yapsiz, zo'r, prям zo'r. Menimcha agar mana bu qolgan misol outsource bo'ladimi, boshqa proyekt bo'ladimi, hamma mana shunaqa proyekt olib, o'zimga qilayotganday ishlasam, menimcha zo'r bo'lsa kerak, mana shunaqa sifat chiqsa kerak deb o'ylayman-da. Ko'plarda shunaqa narsa bor, o'zimda ham bor. Proyektga ishlayman, bilaman, u xohlayotgan narsa zo'r narsa emas, o'shanaqa narsa qilib beraman-da. Nima deydi? Как portfolio uchun qilganingiz baribir ishingiz boshqacha bo'ladi-yu. O'shanaqa emas-da. O'shaning uchun ham bilmadim, sizda bir antiqa bor-da baribir. Yo'q, men просто har bitta proyektga aytdim-ku boya, har bitta ishim kelajagimdagi ishimga ta'sir qiladi. Ya'ni men qaysidir momentda qarab turib, oddiy video olib berib yuboray, bularga bo'laveradi deyishim mumkin. Lekin birinchidan o'zim samotsenkamga ta'sir qiladi. Ertaga analar maqtanishi ham bor-da hozir. Bizga men video bergan desa, bu bunaqa video emas-ku. G'alati olib qo'yibdimi degan narsa bo'lishini xohlamayman. Bitta qaraganda, ana kim olibdi? Shagif olibdi. Qani? Bo'ladi-yu. Mana shu qani deyishini o'zida men kayf qilaman-da. Tushundingizmi? U xoh tekinga olingan bo'lsin, xoh arzonga olingan bo'lsin, kliyentga misol uchun tushmaydigan klientga bir oddiy narsa olib bersam, xursand bo'laveradi. Ano ertaga libo bitta o'zingiz olib bergan videoni deylik, ko'p emas, bir 30 ta 40 ta odam bilan mana shu videoda men olganman deb hamma ishingizni ko'ra olasizmi? Esmim kompaniyadagi boshqa. Da, ko'ra olmayman. Endi hammasini ham emas. Hammasini ham ko'ra olmayman. Ana o'sha narsa ham bor-da. O'sha taraf bor. Baribir bunaqa narsa bo'ladi-yu, vaziyat bor. Misol, syomkaga chiqqaningizda sizga bog'liq bo'lmagan muammolar ham bo'ladi-yu. Mana shunaqa narsalar ham bor-da. O'sha narsadan zo'r chiqib ketish anaqasi bu уже opit. Qanchalik opitingiz bo'lsa, shunchalik chiroyli chiqib keta olasiz vaziyatdan. Deylik, siz olmoqchisiz, quyosh chiqib ketib qoldi. Sal lokatsiyani o'zgartirishga harakat qilasiz yoki-da odamni shunga qarab turib rakursini to'g'irlashga. Qaysidir momentda endi bu narsa qurolgan bog'liqda baribir. Siz ishlatayotgan obyektivlaringiz, yaxshi obyektivlaringiz bo'lsa, orqadan yuvib beradigan bo'lishi mumkin yoki-da 70 ga 200 lar bilan ko'p narsalarni chiroyli chiqib ketsangiz bo'ladi. Anunda ham ishimizda ko'p minus emas, mana shunaqa kamchiliklar, qaysi joyda o'xshamasligi narsalar juda ham ko'p bo'ladi. Lekin undan chiroyli chiqib ketish, bitta odam ko'rganda o'sha kartinka buzilmagan holda chiqsa, u zo'r. Ya'ni biz chiqamiz, yomg'ir yog'ishi mumkin, bulut bo'lib qolishi mumkin. Bulutda endi nima qilsak bo'ladi? Mana qara, svet ishlab turib, qaysi momentda aniq yechim qo'ysak bo'ladi. Atmosferani bo'ling, mana shunaqaga tortib yuborsak bo'ladi. Rangni mana bunaqa qilsak, rezultatimiz bunaqa chiqadi. Muzikani bunaqa emas deb, mana bunaqarog'ini ishlatsak bo'ladi. To есть har qanaqa vaziyatga tayyor bo'lish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bir xil momentlar sizni qo'lingizda emas-da baribir. Umuman bizning qo'limizda emas. Ana o'shanda chiroyli chiqib ketish kerak. To'g'ri. Endi baribir videograflar kuzatadi-yu sizni ko'proq. Endi kirib keladiganlarga nima deysiz? Nimani tavsiya bergan bo'lasiz mana? Xo'p, agarda nima xohlayotganini prям bilsa, o'sha yo'nalish bo'yicha zo'r ketsin. Bosish kerak. Da, agar
nima qilayotganini пока что anglab yetmagan bo'lsa, hamma narsa qilib ko'rsin. Hmm. Boshlanish etapida. Ya'ni u syomka qilib ko'rsin. Любой yo'nalish bo'yicha. Mashina ham olib ko'rsin, boshqasini olib ko'rsin, qaysidir o'zi miyaga bitta deb beradi. Все, bo'ldi, mana shu meniki ekan degan narsa bo'ladi. Hmm. Yukida balki unga odamlar bilan ishlash yoqmasligi ham mumkin. Ya'ni mediani umumiy aytaman-da. Unga odamlar bilan ishlash emas, o'sha ofisda oldiga bir такой o'ziga zo'r yeydigan narsalarni qo'yib olib montaj qilish yoqishi mumkin odamga. Hmm. Bor shunaqa tanishlarim. Syomkaga umuman chiqisi kelmaydi. Ular shu bir burchaga borib, kompyuterda montajni ichiga kirib olsa bo'ldi. Ular mashinasidan maza qilishadi. Kimdir rang koloristligidan maza qiladi. Kimdir вообще-то operatorlik emasda, rejissyorlikdan maza qilishi mumkin. Hmm. O'sha nimadan maza qilayotganini birinchi o'rin topib olsa bo'ldi. Ana o'shanda, klientga qilib beryapman, portfoliyam uchun emas-ku degan narsa bo'lmaydi odamda. Tushundingizmi? Mana sizda hozir aytasiz-ku boya. Baribir qaysidir klientga qilib beryapman, baribir o'zim portfoliyamga ishlaganchalik emas deb. Hmm. Xuddi o'sha narsa bo'lmaydi. То есть o'zi yaxshi ko'rib bitta narsani qiladi-yu, attushi qilish kerak-da. Hmm. To'g'ri. Zo'r. Lekin nisha bo'lsa baribir odam tezroq ko'tariladi. Hmm. Ya'ni uni ham, buni ham har xil yo'nalishlarda boshqalarda ishlab ko'rish qiziq. Lekin agarda bitta yo'nalish bo'lsa, u juda ham tez ko'tariladi. Hmm. O'ziga kerakli auditoriyani yo'qoladi va o'sha bo'yicha bemalol ishlab ketsa bo'ladi. O'shaning uchun ham Lekin baribir любой yo'nalishda ham kreativlikni yo'qotish kerak emas bo'layman. Bu xoh podkast stil bo'lsin, xoh mashina bo'lsin, xoh model, o'sha farqi yo'q. ajratib turish. Reklamalarmi, boshqasi, просто o'zini pocherki bo'lsin. Ya'ni oldimi, qaysi rangida, rakursida bitta qarab turib, men bolani anaqasiga stiliga o'xshar ekan degan narsa bor-ku, mana shu zo'r narsa lekin. Chemano kim olgan ekan boshqa deydi-yu, lekin mana shu videoni faqat mana bu bola ola oladi deydi-yu. Bu вообще kayf narsa. Shunaqa. Tushunadi degan. O'shaning uchun menimcha siz aytgandek har xil narsani qilib ko'rish kerak. O'sha Endi agar nima qilayotganini bilmasa, shunaqa. Uni baribir qilib ko'rish kerak. Maza qildim. Ancha she'ri tugazsa ham bo'ladi. Ancha mana bo'lib qoldi. Necha pul topganimni so'raman deysiz? Ha? Necha pul topganimni so'raman deysiz? Bu sohani orqasida. Soha orqasidan Hazillasholmadi. Yo'q, to'xtang. Hammaga baribir pul temasi qiziqda, ko'rayotgan odamlarga. Mana o'zi bu soha ichidan qancha daromad topasiz o'zi? Oyiga deylik, misol. Har xil. Har doim har xil. O'zbekistonda o'rtacha 5-6. 5-6. Dubayda qancha topasiz? O'mindan ko'p. Endi Dubayda mencha shunga yarasha rasxot ham bor. Rasxot ham ko'p-da. Dubayda undan tashqari ham o'zim sohamdan ketmagan holda qo'shimchasiga rent-kar berardik klientlarga. Mana o'sha yerda как agentство ham ishlaganman. Biznesingiz ham bo'lgan demak. Yo'q, biznes emas u. U rent-karlar bilan dogovorlarim bo'lgan. Masalan, klient olib beraman. Ya'ni fotosessiyaga meni klientlarim kelishardi. Turistlar bilasiz, Dubayga kelayotganda Lamborghini bilan tushgisi keladi, boshqa bo'ladi. O'shanaqa narsalarni organizatsiya qilib berardim. Как mana shundan olib syomkaga ko'rsatamiz. Endi eng yaxshi ko'radigan momentim mana shu bo'lgan. Qaysi klientimga mashina gaplashib beraman. O'zimiz garajga borardim. Libo bitta boshroq mashinani Lamborghinimi derdim. Lamborghini. O'zim haydab borardim-da. U вообще boshqacha-da, tushundingizmi? Ayniqsa anaqada ko'k most bor-da Dubayda, Meydan Bridge. Klientim o'sha chaqirib qo'yardim. Unga mashina olib borishim kerak syomkasi uchun. Syomkasi uchun qanaqa yashil Lamborghini olib borishim kerak. Uzoqda endi u most tepasida ko'pchilik fotosessiya qiladi boshqa, lekin mashina o'tmaydi. Tinch joy. Uzoqda anaqa qilib kelardim-da. Ovozini baland qilib Lamborghini bitta chiqib shuni to'xtirdim ana. Hamma bundoq qaraydi-da. Bitta anaqasini gaz 2 marta bosardim-da. Hammani bitta o'zimga qaratardim-ku. Keyin o'sha boshqacha bo'lardi. Ana o'sha narsa
yoqadi manga. Ya'ni odamlar qaratish emas, o'sha atmosferani his qilish. То есть videograf bo'lsang-a, kelib turib просто videoni olib berib ketadigan odam emas degan narsani berish, isbotlashga rosa Ularni harakat o'zini ham vibe bor, o'zini Haybi bor, ertaga aura bor. Tasavvur qiling. Bitta gazni bosdim, to'xtab turganda. Hamma bitta qaradi-yu. Men sekin tushganman-da. Mashina oldiga o'taman, kapotdan ochaman. Ya'ni kapot yo'q bagaj. O'sha sumkani olib, unda kamera yig'ib ketaman-da, tushundingizmi? Hamma qara. Operatormi u deyapti-da, tushundingizmi? operatorlar shunaqa mashina Ha. Bu yoqdan klientim kelyapti. Ay, tayyormisan? Kel, mashinani oldida tur, mana bunaqa qilib videolarga olaman. Oxiri ketyapman yana. Normalginaga o'tir. Tushundingizmi? Вообще boshqa narsa. lekin mana shu как раз og'riqli temani ochib oldingiz. Baribir videograflarga nisbatan bizada bor-ku, endi O'zbekistonda bor-ku baribir. Umuman o'zi Merovoyda ham bo'lsa Merovoyda kerak. Past qarashadi. Har bitta sohaga har bitta sohaga deb bo'lmaydi. Juda ham ko'p sohalarga past ham qarasa bo'ladi. Qarasa ham bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz mashhur artistlarga deb qarashingiz mumkin. Lekin oddiy anaqa deysiz. To'g'rimi? Даже ofitsiantlarga. Ofitsiantman desa, deyish mumkin. Lekin Dubayda shunaqangi qimmat ofitsiantlar bor, qo'lda Rolex taqib yuradi-da. Tushundingizmi? O'shaning uchun har bitta sohani prosi bo'lishiga harakat qilish kerak. Например, men hozir operatorman desam, degan narsa kam. Chunki operator bo'lib turib nimalar qila olishini men ko'rsatib qo'yganman. Также juda ham ko'p sohalarda shu. Nima qilasan? Biz uy quramiz. Tabii kichkinaroq bir kottej emas. Kichkina uy remont qiladi. Nima ish qilar ekan? Remont qilar ekan uyni. Yo'q, anaqani remont qilar ekan. Katta anaqa zdanlarni qilar ekan. Yo'q, tushundingizmi? То есть bitta sohaga ikkita ko'z bilan qarash mumkin. Bizda ham xuddi shunaqa. Endi tasavvur qiling, siz yaxshi Mercedes tushib qolyapsiz-da, nima ish qilasan? Operatorman. Yo'q, nima olasan? Uje сразу gap so'z o'zgaradi-da. Chunki siz isbotlab qo'yib bo'lgan bo'lasiz. Xuddi shunaqa. Buni orqasidan yaxshigina plan topish mumkin. Agar to'g'ri foydalansa bundan. Bo'lsa zo'ri bo'lishi kerak. Agarda просто agensiyada ishlaydigan operator bo'lsa, unda down operator set agensiyaniki degan narsa bo'ladi. Bu bor narsa. O'shaning uchun har bitta sohani prosi bo'lishga harakat qilish kerak. Men maza qildim. Rahmat kattagon. Rahmat. Endi yozib berarsiz. Bo'ladi.